Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli Facebook'dagi, YouTube'dagi barliq ijtimoiy tor aloqa vositalaridagi qadrli qarindoshlar. Bugungi Fidoyilar ekranininki Qur'ondan nazar programmasiniki 70-sonimizda yana sizlar bilan yuz ko'rishib turganimizda to'liq xushamiz. Bu programmani İstanbul'dan men Abdulaziz Baştoğrak, Angliyadan Kerem Zahir Ustaz ve Gollandiya'dan Pida ekranınki kurgucusu Ahmet Pidai kardeşimiz birlikte sunumatımız hemkarlaşıp. Bugünkü 70. sanımızda asaslık tema amanet ve salahiyet doğruluk sözleşimiz. Bunun da kısaca qo'shimcha temalarni so'zlab o'tay. Bo'layotgan talash-tortishlar va bundan ilgariki nurg'un masalalarda takrorlanayotgan omonat va salohiyat omillarininki bir to'plum, jamoat, millat va vatanning taqdirida qanchalik inchga va muhim ekanligini his qilmaganlar yo'q deyarlik deb qaraymiz. Endi nimani omonat deymiz, nimani salohiyat deymiz? Şəxs, cəmiyyət, millət və vətəninin amanətləri qaysı cəhətlərdə oxşaşlığa ega və qaysı cəhətlərdə fərqlənir? Səlahiyyət niməyə əsasən belgilanır? Səlahiyyətin saha bilan bo'lgan münasibəti şu. Bir sahədəki səlahiyyətin nüfuzu kerak. Siyasi səlahiyyətin nüfuzu qayt kireymi? Tamam, qolgan mazmunni kichik temalarni shu bizningki programdagi tushuntirishyapti. Shulardan o'qib olsanglar bo'ladi. Ammo lekin darsning ishida bu temalar chiqadi. Bu savollarning Qur'ondan nazar tariqasida ustoz Kerem Zoir bilan birga suhbat olib boramiz. Assalomu alaykum. Qanday bo'lasiz, yaxshimi? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshi, Allohga shukr. O'zlarchi o'tishimantulama. Bizmi Xudoga shukr, alhamdulillah. 70-sangi kaptimiz omonat va salohiyat to'g'riliq bir muzokara qilsak bo'ldi ekan deb o'ylashdik. Qani ustoz, bizga shu omonat nima? O omonatni biz beradigan salohiyat qanday bo'lishi kerak? Bu jihatda Qur'ondan nazarni og'dirib boqsak. Tamam. Qani marhamat ustoz. Assalomu alaykum. Dunyoning haqqas joylaridagi hurmatli qarindoshlar, hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Alaykum assalom. Endi o'tganlardan jiqmushu bir masalalar ustida to'plarda jiq o'zi munozaralar bo'ldi. Shu munosabat bilan biz shu omonat salohiyat haqida Qur'onda nima deydi? Qur'onda qanchalik ahamiyatli deb qaraydi? O omonat va salohiyat niki shaxsiy, jamiyat, millat
hattoki davlat qatorliq o'rinlarda qanchalik ahamiyatlik. Agar uningda omonat va salohiyat o'z o'rnida bo'lmagan vaqtida u qandaq ziyonlanadi, bo'lgan vaqtida qandaq foydalana oladi. Misolda, shunga o'xshash o'zi nurg'ilgan masalalar mavjud. Shuning uchun biz hammasini tafsil holatda so'zlab bo'lolmaymiz, chunki yamanchiq bir masala. Ba'zan birlarga bir misol sifatida bir misol keltirib o'tamiz. Misol shaxsiyni tortib Alloh taolo jamiyat, davlat, hattoki hamma sohaga shundoq o'zi bu omonat va salohiyatning o'zini yaxshi bir nima qilgan, uniki shartlarini shundoq yaxshi qo'ygan. Misol shaxsiy kelgan chog'da eng oddiysi shu ayol, ya'ni qiz o'g'illarniki to'y qilish masalasi kelgan vaqtida u to'y qilishdan iborat, ya'ni oila qurishdan iborat bir omonatning o'zini qandoq qilgan chog'da u salohiyatlik insonlarga tutqazgan bo'ladi. Qandoq insonlar shu omonatni elish salohiyatiga ega bo'ladi degan o'z masalalar mavjud. Misol, buni Alloh taolo Sur Nisoniki 34-oyatida Er-ricalu kavvamuna alen-nisai bima fazzalallahu ba'zahum ala ba'zin ve bima anfaqu min amwalihim fes-salihatu qanitatun hafizatun lil-gaybi bima hafizallah degan mush oyatlarning o'zida tafsil bayon qildi. Misolda, bir o'g'ilning o'zi to'y qilishdan iborat bu omonatni qo'liga, ya'ni oila qurishdan iborat bir omonatning o'zini qo'liga elish uchun qandoq salohiyatga ega bo'lish kerak degan vaqtida Alloh taolo deydiki, u birinchi o'zi oilaniki iqtisodiy nemasining o'zini, iqtisodni qamday oladigan bir o'zi iqtidor bo'lish kerak ekan. Ya'ni u to'y qilmoqchi bo'lgan yigitning o'zi men bir oila qursam, u oiladan iborat o güzel bir o'zi omonatning o'zini iqtisod jihatdan qamday olamdim, qamday olmamdim degan bir narsa kallasida bo'lish kerak va shuningga salohiyat to'shgan vaqtida ikkinchisi u oilani to'g'ri yetaklab manga oladigan bundaq bir salohiyat bo'lish kerak. Shu salohiyatlarga ega bo'lgan bir o'g'ilning o'zi, bir yigitning o'zi to'y qilsa, to'y qilish salohiyatiga to'shgan bo'ladi degan bundaq ma'no chiqadi. Yani jiq narsalar var bu yerda. Hem ayollar degan vaqtda to'y qilish salohiyatiga ega bo'lgan qizlar fes-salihatu qanitatun deydi. Salohiyatga, yani to'y qilish salohiyatiga ega bo'lgan qizlar qanitatun hafizatun. Oila tuzumlarining o'zini qo'g'day oladigan, uni itoat qila oladigan hafizatun. O ailenin özünü muhafaza qila oladigan, ya'ni o'zi yo'ldosh biya ketgan vaqtida uyni qo'g'dab tura oladigan, ailening butun barlig'ini baljaqa, ailening o'z butun egilik narsalarining uyning ichidagi bor narsalarning hammasini sirtdan qo'g'dab tura oladigan mundaq o'zi bir salohiyatga ega bo'lishi lozim degan gap. Ya'ni mushunchalik o'zi narsaga ega bo'la olgan vaqtida, ega bo'la olgandek bir salohiyatga ega bo'lgan vaqtida o qizning o'zi nima desa, nimaga o'zi to'y qilish salohiyatiga to'shgan bo'ladi degan bo'ldi. Yana boshqa bir oyatning o'zida va in anastum rushdan degan bir ibora bor. O to'y qilmoqchi bo'lgan qiz o'g'illarniki to'y qilgandan keyin u yo'lini to'g'ri ep manga oladigan bir salohiyati nimqa vaqtida bayqalgan vaqtida sizlar uni bayqasanglar, u vaqtida onun to'yini qilib qo'ysanglar bo'ladi deydi. Ya'ni oilasini to'g'ri ep manga olamdi yo'q. Masalan o'zi bir oilada, masalan mening o'g'il qizlarim bor. Ash bolalarga qarasak, bolalar to'y qilish salohiyatiga keldimi, kelmadimi? Bir uy tutsa, uyni boshqarolmamdi, uydan chiqolmamdi degan gap hamdi. Degan mana shunga o'xshash o'z nurg'ulgan bir
şartlar bo'ladi. Bu şartlarni hozir qilgan vaqtida u to'y qilish salohiyatiga ega bo'la oladi degan gap. Endi demak, shaxsiyga bo'lgan bir shaxsiy bir o'zi, yani bir oila oldidagi oila qurmoqchi bo'lgan qiz o'g'illarniki oila qurishdan iborat, ya'ni qurilgan bir oiladan iborat bu o'z omonatning o'zini qo'lga olgan vaqtda qo'lga elish uchun qanday salohiyatlarga ega bo'lish kerak ekan deganning o'zida Qur'oni Karim mushuningchilik chog'liq narsalarni tortib hammasiga omonat va omonatga salohiyat qatoridagi narsalarning hammasining o'zini Qur'oni Karim bayon qilgan. Xuddi shunga o'xshash, masalan, jamiyatning o'zi desak, jamiyatda bir Uyg'ur jamiyatining o'zida jamoatchilik degan bir narsa bo'ladi. O jamoatchilikning o'zini yetaklash, ya'ni hozirgi vaqt tashkilot deymiz hamda, shunday tashkilot va hokazo qurgan vaqtida o tashkilotniki jamoatning beshiga kelgan odam degan vaqtida uning o'zimi shu jamoatning o'zini to'g'ri yetaklab mang'alaydigan, uni hödisini chiqalaydigan shunday bir salohiyatga, ya'ni jamoatni yetaklashdan iborat, to'g'ri yetaklashdan iborat bir omonatning o'zini to'g'ri ep mang'alaydigan salohiyatga ega bo'lgan bir odamning o'zi u uning beshiga kelishniki nihoyat muhimligini o'zini bayon qiladi. Misol omonat degan so'zning o'zimi aslida dunyodagi har narsa, har turli ish va o'rinlardagi o'rtaq atalg'uniki nemasi hamda atilishi shu narsaning o'zini qo'lga olgan vaqtida uni to'g'ri o'zi ishilta olamdi, to'g'ri qo'lini olamdi, to'g'ri o'zi o'rinda qo'ya olamdi. Shuning hammasi surishti qilinadigan bir narsaning o'zini salohiyat deb qarildi deb nima qo'yadi-da. Qur'oni Karim degan sura Niso'niki 58-oyatida innalloha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha va iza hakamtum baynan nasi an tahkumu bil adli innalloha ni'ma ya'izukum bihi innalloha kana samian basira degan mush oyatning o'zidimi Alloh taolo omonatni o'z ahliga berishga buyurdi deydi. Hamda jamoatniki bir o'zi jamiyatniki qurilgan jamiyatniki beshiga kelgan odamlar bundaq holatda hamda. Misol hamda hozirgi vaqtda Dünya Uyg'ur qurultayining masalalari hozir o'tirg'i chiqyapti. Buning nurg'unlagan odamlar har turli nimalarning o'zini fikrlarni o'tirib qo'yapti. Hamda bu Dünya Uyg'ur qurultayi hozirgi vaqtda chet elda Uyg'urlar nihoyat ahamiyat berayotgan, ko'ngil bo'ladigan, nihoyat o'zi muhim bir tashkilot hamda. Agar undaq muhim bir tashkilot bo'lmasa, odatdagi bir tashkilot bo'lgan taqdirda jamoatlar, yana dunyodagi Uyg'ur xalqining o'zi uning u darajada fikr nima qilib, o'tirib o'zining fikrlarini qo'yib, bu mandaq bo'lish kerak, andaq bo'lish kerak deb uning unchoq ahamiyat berib ketmagan bo'ladi. Hozir o qadar ahamiyat berib, buningga mandaq odam beshiga kelish kerak, mandaq odam bo'lish kerak degandek, shundaq fikrlarni berishlik sabab nima degan vaqtda Dünya Uyg'ur qurultayiga bo'lgan bir qadar ishonchi bor degan gap. Birinchidan, ikkinchidan u Dünya Uyg'ur qurultayiniki xalqaroda tunilgan bir tashkilot ekanligini Uyg'urlarni chaqirmoqchi bo'lsa, qurultayni chaqirish orqali misolda uniki Uyg'urlardagi ahvolning o'zini, hali ahvolning o'zini anglaydiganligi, shunday nurg'unlagan masalalar bor misol. Shunday cho'ng tashkilotlarimiz yoki har qanday davlatdagi ushaq tashkilotlar bo'lsin, shu tashkilotlarning hammasiga degan vaqtda bu Qur'oni Karimdagi oyatning o'zi omonatni ahliga berishga buyurdi. Ya'ni bu yerda nimani bildirdi desa, xalq omonatning egisi. Bu yerda shu xalq o'zini to'g'ri yetaklab mangadigan bir odamga bir yetakchiga ehtiyoji bor. U o'zi omonatni ovoz berishdan iborat, shu kimni boshliq saylashdan iborat bundaq bir omonatning o'zini qo'li tutib turdi degan gap. Hamda shuningga salohiyatlik, ya'ni xalqniki nimalarning o'zini
to'g'ri yeteklab mang'alaydigan, xalqni to'g'ri yeteklab mang'alaydigan, xalqning dardini to'g'ri anglalaydigan va xalqniki maqsad muddaosi qarta to'g'ri harakat qila oladigan va shu sohada maxsus o'qigan, kasb ahli bo'lgan insonlarning o'zini va kasb ahli bo'lishdan sirt uningga sadoqat bilan, ya'ni shu haqiqiy millatni zodi to'g'ri yetaklashda xolis holatda haqiqiy maqsad qarab o'zi yo'l mang'alaydigan, yo'l mengishni maqsad qilgan mushundaq o'zi odamga berish millatniki bir omonatni ahliga berish deb qaraldi misol. Agar mushuning o'zini o'z o'rniga bermagan vaqtida biz tarixda misol hozir 300-400 yil bo'ldi. Ko'mgan kunni ko'rib hozirgachilik mana mushundaq eg'ir kunlarda yashayapmiz-da. Endi eg'ir kunlarda yashab 200-300 yildan birisi mush kunlarni qutlanmay kirishimizning tüp sababi nima degan vaqtida xalqimizdimi yoki mayda yetakchilarimizdimi degan vaqtida xalqimizda emas yetakchilar ekanligini to'liq men his qilib misol shaxsan. Chunki nima ish qilgan vaqtida men O'rta Osiyoda bo'lgan Sharq Turkiston ozodlik tashkilotining o'ziga oxirsiz qatlib qolgan bir yerim bor. Mana shu vaqtning o'zida xalqning uning bo'lgan qizg'inligi va uning tashlagan pullari misolda uningga zodi o'zining jismoniy va iqtisodiy har jihatdan bo'lgan shu qizg'inligi shunchalik kuchli bo'lgan. Men ashada shu ishlarga shohid bo'lgan odam. Bu yerdagi narsa nima degan vaqtda u tashkilotning beshiga kelgan odamlarniki salohiyatniki uning salohiyatini to'shmaydigan, salohiyat to'shmaydigan odamlarni kelib qolganligidan bu ishlarning mag'lub bo'lganligini his qilyapman. Chunki agar ash ishning o'zini to'g'ri yetaklab mang'alaydigan, ash kasbning egisi bo'lgan, ahli bo'lgan insonlar ash ishning beshiga kelgan taqdirda bizniki bu ishlarimiz bo'yicha o'zi so'rilib ketmagan bo'ladi. Masalan, tarixda 1910 yillar deymiz, 11 yilmi, 20 yillar deymiz, 33 yil deymiz, 44 yillar deymiz. Mushu jarayonlarda bo'lgan inqiloblarimizning hammasida bizniki mag'lub bo'lishimiz askar jihatdan Xitoy bilan o'zi urush qilish jarayonida biz urushda askar mag'lub bo'lganlik sababidan biz mag'lub bo'ldikmi yoki siyosatda mag'lub bo'ldikmi? Mushu narsalarni o'ylasaqlar, bu narsa nihoyat aniq bo'ldi degan. Ya'ni bizning millatimiz hech bir zaman janni berishdan, qinni berishdan va pulini berishdan hech bir zaman hech qanday bir yerda qochgan emas. Yani qanday bir yer kelsa, o'ziniki zot vatan millati va o'zining kelajagi uchun janini, melini berib kirgan odamlar nihoyat ko'p bo'lgan. Uni kontrol qilib, shuni joyida o'zi harakat qildirish iqtidoriga ega bo'lmagan odamlar o'tirib chiqib qolganligi uchun u ishning o'zi oxirisiga kelib chiqadigan vaqtda mag'lubiyat bilan oxirlashgan. Shunga Alloh taolo Qur'oni Karim nima deydi degan vaqtda, sizlar bu yerda omonatni bermoqchi bo'lsanglar, uni ahliga beringlar. Ahliga beringlar deganning o'zi shu ishni biladigan, shu ishni haqiqiy o'qigan, shu ishni qilib oxirisiga chiqara oladigan iqtidor egasi bo'lgan insonlarga beringlar. Misol biz eng oddiysi Bosna Hersekniki nemisi İzzet Begovichni Yamanbek mushu nemaning o'zida mush Facebook deymiz, u bu yerda ashniki gaplarning o'zini tarjima qilib yozib qo'ydigan ayndaq ishlarni aytib ko'p bizning millatda. Voy Ali İzzet Begovich andaq debdimish, mandaq debdimish deydigan gaplar bor. Nima uchun undaq deydi? Ash odam nima uchun o'zi mushu Bosna Hersekning o'zini qurib chiqishdan iborat mundaq cho'ng bir ishning o'zini boshqa chiqdi degan vaqtning o'zida bu odam shuni o'qib, shu sohada yetilgan bir odam, shuning ahli bo'lgan bir odam. Uning uchun bu ishning o'zini boshqa chiqoldi. Qayerda qandoq qilishni, qandoq yo'lni, qandoq o'zi mengishni, qayerga borgancha nima ish qilishni hammasini to'g'ri bilganligi uchun bu odam bu ishni oxirisiga chiqib, bu Bosna Hersekni iborat bir davlatning o'zini qurib chiqdi. Biznikilar degan vaqtda bizniki bir qancha qaytim masalan shunchalik cho'ng bedellarni to'lagan bo'lsaqmi, eng oxirgi hisobda bir siyosatning o'zida o'tirib qo'yganligi sababidan va bir qism yerlarda o'ziniki shaxsiy o'ch adovatining o'zini davlatniki manfaatidan oliy bildigan ishlar mavjud bo'lganligi uchun
bizniki işimiz mushundaq o'zi oxir so'zilib ketdi. Nurg'un qatim mag'lubiyat bilan oxirlashdi bu ishlar. Tökken qonlar hammasi o'z bekoga ketdi. Misal men bildigan mushu 90-yili 4-oyning 5-ida bo'lgan bu barni voqeasini boshlab mening esimda bor ishlar G'ulji voqeasi deymiz. Misal undan keyin yana nurg'unlagan shundaq o'zi ushaq-tushak ishlar nurg'un qatim bo'ldi. Bu ishlarning hammasiniki mag'lub bo'lishniki tub sababi nima degan vaqtida hech qanday siyosiy ong yo'q holatda. Bir ishni qilish kerak, o'lish kerak, shahid bo'lish kerak o odam, shahid bo'lgandan keyin jannatga kirib olish kerak. Yani hammasi shaxsiy muddao mandaq aytgan vaqtida. O'zini nima qilib lekin o'zini o'ylablar, zodi qiyomat ko'z men jannatga kirib olsam bo'ladi. Deb lekin jannat kirish, savob olish, jahannamdan qutulishdan iborat mushu muddao uchun kurash qildik. Allah Taala Qur'oni Karimda hech bir zaman birinchi o'ringa o'zining rizoligini, savob olishni, jannat kirishni, do'zaxdan qutulishni yozgan emas. Hech qanday bir yerda, Qur'onning hech qanday bir yerda. Bu 2-chi, 3-chi, 4-chi o'rinda keladi bu ish. Bu Alloh rizoligi, jannatga kirish, jahannamdan qutulish deganning o'zi. Birinchi o'rinda nima keladi degan vaqtda, birinchi o'rinda ash odam shu ishni o'zini to'g'ri qilish. Shu har bir o'zi qilish nima? Hatto kiyim-kechak kiyishdan tortib toki kurash qilish yoki o'zi pul-mol joyi xashlashdan iborat hammasiga Alloh taolo nima kelimasini ishlatdi? Taqvo kelimasini ishlatdi. Taqvo kelimasi to'g'ri qilish degan bo'ldi. Yani xatolikdan saqlanish deganning o'zi, yani bir ishni to'g'ri qilish. İnsanlar bir ishni tutgan vaqtda o ishni birinchi qadamda qilgan vazifa nima desa, o odamniki kallasiga o'zi kirdirib olgan narsa, men bu ishni qandoqqani to'g'ri qilib, men bu ishni o'zi oxirgi nishonga yetkazaman deganni o'ylash kerak, degan gap. Asla men savob olish uchun, Allohniki roziligi uchun va kaza deganning o'zini birinchi o'rin qo'ya olmaslik kerak. Nima uchun degan vaqtida u ishni to'g'ri qilgan vaqtida Alloh taolo buyurgan bir buyruqning o'zini to'g'ri qilgan vaqtida u odamdan Alloh taolo rozi bo'ladi, to'g'ri qilgan odamdan rozi bo'ldi. Allohning rozi bo'lishi u insonniki u ishni to'g'ri qilgandan keyin bo'lgan ish u. Allah rozi bo'lgandan keyin u odam jannatga kiradi, jahannamdan qutuladi. Ammo u yerda bir ishni qilsammi bo'ldi-ki, men ishni bunday qilsam, men o'lsam jannatga kirdi ekanman degan o'zi bana bilan mush ishni bunday qilib qo'ysam Alloh rozi bo'ladigan o'xshaydi degan bundaq o'zi qarash yo'l qischa degan vaqtda u odam aslo Allohning roziligiga yetolmaydi. Chunki nima uchun degan vaqtda u odam birinchi qadamda ishni to'g'ri qilishdan boshlamaganligi uchun, birinchi qadamda manfaatdan boshlaganligi uchun bu odamdan Alloh taolo rozi bo'lmagan gap. Shu Qur'oni Karim nima deydi desa, Allah Taala Qur'on nima dinning o'zini nima qilgan vaqtidami muxlisina lahuddin degan ibora va Qur'on Karim nurg'u yerda bu muxlisin degan ibora har bir ishning o'ziga xolis niyat bilan, ya'ni uni hech bir zaman Allohning rizoligini ta'ma qilmay turib, jannatni ta'ma qilmay turib, jahannamdan qo'rqishni, jahannamdan qutulishni ta'ma qilmay turib, xolis niyat bilan faqatla u ishni to'g'ri qilish. Alloh taoloniki bu yerda insonlar qo'ygan vazifasi bu. Onu to'g'ri qilgandan keyin u o'zi qalbida iymon va bundaq bir inson bo'lsa, uningdan Alloh taolo rozi bo'lgan gap. Alloh taolo rozi bo'lgan ishning hammasida savob bo'ladi. Savob bo'lgan ishning hammasi jo'disa o odam jannatga kiradi. U oxirda keldigan narsa. Shuning uchun bu yerda Alloh taolo nima deydi desa, omonat sohasida gap qilgan vaqtidami, omonatni ahliga berish. Agar o'zi bizning millatimiz mushundaq saylamlarni mayli her qanday bir qurultayning olsun, her qanday bir odatli tashkilot olsun, yoki bir jamoat arboblari olsun, her qanday bir insonning o'zini jamoatning beshiga saylagan vaqtida qanday qilish kerak degan vaqtida shu odam ash ishni to'g'ri qila olamdi yo'q. Ash odam ash ishning ahlimi emasmi? Ash ishni bildigan odammi emasmi? Ash ishni qilib oxirsiga chiqaradigan odammi emasmi? Buning o'zini nihoyat yaxshi surishti qilish kerak. Ve şunu bildiğin, kılalaydıgan, ödüsünü çıkalaydıganca adamı beriş gerek diyen gap. Mesela Yusuf Aleyhisselam'daki bir vakalik zikri kılındı. Sure Yusuf'un özde 54-55. ayetinin özde
Padişah Yusuf Aleyhisselam'ın özünü ben seni yanımda meniki vezirim kılıma dep şu yerde vezir kıp saylaydı. O vaqtda padişah nemde şu olgan gep cemaat saylagan bir işim yok. Sen meniki vezirim bolsa diye vaqtda Yusuf Aleyhisselam nemde dese qala cealni ala hazainil ardi inni hafizun alim degan mushu o'zi bir jumla bilan javob berdi. Padişah'a. Sen meni yani yezi egilikke başlık qilib qo'ysang, yani yezi egilik deganning o'zi dehqonchilikqa başlık qilib qo'ysang sen meni. Dehqonchilikni boshqargan ishni menga bersang, nima uchun degan vaqt inni hafizun. Men u dehqonchilik mahsulotlarining o'zini qandoq o'zi saqlashni bilimi va alimun va u dehqonchilik sohasidagi ishlarni ham bilimi. Dehqonchilik qandoq qilishni hem bilimi hem o'zi bu yerda o dehqonchilikdan chiqqan mahsulotlarning o'zini qandoq saqlashnimi men bilaman. Men bu ishni bilganligim uchun men bu bildigan ishimning o'zini menga bersang, men u sana maslahatchi bo'lsam, men u maslahatchilik qilaman, lekin meniki bildiganim ma'u deylik. Bu o'z Qur'onda kelgan bundaq nima oyatlar jiq. Misol Sura Baqaraning oxirisida la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat va alayha ma iktasabat degan oyatning o'zida taqat yetadigan ishqa Alloh taolo taklif qiladi deydi. Demak bu oyat nima desa, bir ish kim qaysi ishni qila olsa, men bu ishni qilay. Men ma ishni qila olayman deyish u insonniki vazifasi degan gap. Agar o odam o ishni qilolmaydigan bo'lsa, Yusuf Aleyhisselam deganga o'xshash, Yusuf Aleyhisselam mana podshohning yanında turib ashada o'zi bosh maslahatchi bo'lib, bosh vazir bo'lib ashada ishlagan bo'lsa, Yusuf Aleyhisselamga rahat. Yusuf Aleyhisselam ashada o'zi u podshohniki maslahatchisi bo'lib boqmagandikan hayotida o kichikdan tortib dehqonchilik bilan shug'ullanib kelgan odam bo'lg'achqa, u nima qilgan degan vaqtda men dehqonchilik ishini yaxshi bilaman. Ve bu buğday qonaqlining o'zini qanday saqlashni ham yaxshi bilaman. Uning uchun mushu vazifani menga bergin deylik. Unda xo'sh biz qana qilamiz degan vaqtda biz har qanday bir vaqtning o'zida biz o'zimiz biladigan, o'zimiz o'qigan ham o'zimiz shu ishniki egisi bo'lgan, ahli bo'lgan ishning o'zini biz talab qilish vazifamiz bor degan gap. Agar biz qilolmaydigan, o'qimagan sohadagi ish bizga yuklanib qolgan vaqtda jamoat xafa bo'lmanglar. Ma ishning o'zini men bilmayman. Ma ishning ahli emasman. Deyish lozim degan gap. Agar ashni qilmagan vaqtda degan vaqtda bu yerda o'zi nurg'un oyatlar bor yana ashundaq o'zi ahli bo'lmagan insonlar bunday bir ishni qilib qolgan vaqtda uniki oxirgi ziyonning qanday bo'lganligini. Masalan, tarixni ko'rsakmi biz tariximizda ahli bo'lmagan insonlarniki o ishning beshir kelib qolgandan keyin mesela şu Seydiye Xallıqıniki tarixinin özünü oxusak, onundan keyinki nurg'ulgan tarixini oxusak, mesela onun 5'lik tarixini tatib, tarixda salahiyetlik padişahlar devletning 5'lik kelgan vaqtda devlet taraqqiy qilgan, devlet kuchlangan, salahiyetsiz padişahlar kelgan vaqtda devlet mag'lub bo'lgan, devlet xarobalikqa aylangan, millat parakanda bo'lgan misolda. Nurg'un inqilobning o'zini mashtaq nima uchun degan vaqtda o beshik tug'an odamniki qanchalik muhim ekanligini bildirgan narsa. Masalan, Payg'ambar alayhissalom Madinada Zayd ibn Sobitning o'zini nimaga shu askarlik shu vafot bo'lishining oldida askarniki beshiqib biyaga evatdi. U yerda Abu Bakr va Umar va Ali va Osman va nurg'ulgan sahobalar va ammo o kishini evatdi. Nima uchun degan vaqtda u kishi o'zi urush mahoratini bildigan bir odam bo'lganligi uchun. Keyin yana o'zi 30 ming odamga nima boshliq qilib, uniki bolasini yo'lga soladi. Payg'ambar alayhisalom shu jarayonda o'lib ketdi. Nima uchun degan vaqtda uning bolasimi ashundaq o'zi urush mahorati va urushning o'zini biladigan bir odam bo'lganligi uchun buningga Payg'ambar alayhisalom ashuni tanlaydi. Nurg'ulgan bo'lmasa, shu Payg'ambar alayhisalom bilan Payg'ambar men payg'ambar bo'ldim, Alloh taolo meni payg'ambar qildi degandan boshlab amanna degan Abu Bakr qo'shash
öz sahabalar var şu yerdə. Aş sahabılını tatip aşının özünü sen mani qığın demezden, adamın özünü əskerge baş qılıp, evet sebep ne mi diye vaxtıda? O adam onu bildiğen boğalığı için Peygamber Aleyhisselam şunu tallaydı. Mesela Halid ibn Velid deyimiz. Halid ibn Velid'nin özü, şu Peygamber Aleyhisselam Medine kelgendeki Medine'ye kilipte qancha yıldan keyin o İslam'ı kabul kıldı. Yani en azı olsa Peygamber Aleyhisselam peygamber bulup 19-20 yıldan keyin özü İslam'ı kabul kıldı adam. Kelgendeki askerning özünü aşna tutquzdu, nurg'u yaning özünü şu Halid ibn Velid'nin qulu bilan fatih qildi. Nima uchun degan vaqtda u askarlikni bildigan bir odam bo'lganligi uchun. Ondan başqa misal Peygamber Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret qilgan vaqtda bir mushrikning o'ziga pul to'lab, bizga yo'l boshlab Medine'ga olib qo'ydi deb o'zi nim qildi, ish qildi. Bir musulmonni akilib, sen biz bilan o'z bir din ekansa, ama yolunu sen başlığın demezsin bir müşriknin özüge yol başlığı olsup Medine'ye geldi Peygamber Aleyhisselam. Ne sebepten diye vaxtda yolunu bildiğin adam boğanlığı için. Yani jığıp etken vaxtda bir özü amanetinin özüne bir adamı tutkuzuş Kur'an-ı Kerim belgilgen boyunca etken vaxtda qanday qıldı ekemiz diye vaxtda aş amanetinin höddüsünü çıqalaydıgan şunu zati menzilge aparalaydigan insanga tutquzuş naiti muhim ekan degan gap. Endi bu yerda gapni uchuqni qilsak bo'ladi. Hozir masalan bir qarindishimiz nimaga Dunyo Uyg'ur qurultayiniki raislikka nomzod o'tdiki, shundan chiqqan bir gaplar bo'ldi. Biz bir tashkilotni o'rib o'tish vaziyatimiz yo'q. O'rib olsak bo'lmaydi. Arantasda o'zi mushoratga kelgan narsa. Onu o'ngishimiz lazım. İçideki bir kısım hata narsalarni o'ngshash orqali millatga to'g'ri o'zi nim qiladigan, foyda yetkazadigan bir holatga akilish nihoyat muhim. Shuning uchun biz bu sohada o'qigan, o'zining salohiyatini to'shqan bundaq insonlarniki, bundaq tashkilotning beshiga kelishini nihoyat o'zi butun millat orzu qilayotganligi uchun, uning ustiga xalqaro vaziyat nihoyat keskin bir holatga kelganligi uchun tasodifiy bir ahvol bo'lgan vaqtda bizniki xalqimizning oldidagi insonlarning o'zimi xalqimizni yo'l boshlab ketayotgan insonlar shu xalqni to'g'ri yo'lga yetaklab manglaydigan bir holat shakllansin uchun xalqimiz uni boshqatirayotgan ishlar va uning uchun biz bugungi bu suhbatning o'zidami omonat va salohiyat deganning o'zida amanetning o'zi vatanni ozod qilishdan iborat, yana o'zi vatanni ozod qilishga qarta tashkilotniki jamiyatning beshiga keladigan insonlarni o'zi saylashdan iborat bir amonet va bu amonatning o'zini o'z ahliga topshirish degan vaqtda insonlarimizni to'g'ri yetaklab mangalaydigan iqtidor egisi, salohiyat egisi, shuni o'qigan amalning berichi kasbiy bo'lgan shundoq bir insonlarga topshirishniki nihoyat muhimligini his qilib bu suhbatning o'zini bugun o'rinlashtirgan bo'ldik. Misol biz nurg'un qatim dedik, bu tashkilotchilikda masalan bir davlatchilikning misolga olgan vaqtda ichki siyosat, tashqi siyosat deymiz, tashkilotga o'xshash. Misol ichki siyosatning o'zida bir territoriyada yashaydigan xalqniki o'rtaq manfaatini chiqish qilgan holda uning barobarligini ichki siyosatda va adolatning o'zini ching tutish va shuning qarta harakat qilish bu yuqori qatlamdagi insonlarning vazifasi. Misol Sharq Turkistonda nurg'un millat yashaydi. Uyg'urlar ko'p sonliqni egallaydi, uningdan boshqa millatlarmi bor. Bu millatlarning hammasiniki Sharq Turkiston uchun kurash qilish, Sharq Turkistonga hassa qo'shish, u yerdagi o'rtaq manfaatimizni qo'g'dash o'rtaq bir vazifasi bo'ladi. Endi buning o'zini hammasini o'rtaq bir bayroqning ostiga, bir shuarning ostiga yig'ish bu o'zi shu tashkilotniki, shu o'zi jamiyatniki, beshidagi insonlarniki iqtidoriga beg'ishli ish bo'ldi endi. Agar u iqtidorli odam bo'lsa, qancha millat bo'lib ketishni qat'iy nazar. Masalan, Sovet davrida Lenin degan bir tozning o'zi o'tirib chiqib, butun Sovetdagi
aşı 100 neçe nim barmı şundaq öz nurgun millet var bir eken bu. Aşı milletinin hemmesini bir bayrağın astığı jigip biz Sovet İttifaqının özüne yana Bolşeviklar partiyasinden qılıp Sovet Sosyalist Cumhuriyetinin özüne qurup chiqqan bir vaqalikli var tarixda. Xuddi shunga o'xshash Mao degan Xitoyning o'zimi 56 millat deydi. Shu 56 millatning hammasini voy biz hammamiz barobar, hammamiz o'xshash millat deb aldab yurib desimi, nima qilishni qat'iy nazar shu yerda o'zi Jungodan iborat bir davlatning o'zini qurdi misolda. Demak, ashnaga iqtidoriyati degan gap. Ham bizcha degan vaqtda biz shu yerda bizniki ajdodlarimiz siyosatni, xalqaro siyosatning o'zini yaxshi bilib qilgan bo'lsa edi, o vaqtda biz mushu kunlarning o'zida Xitoyga o'zi mushet deb, ularni yo'qol Xitoy deb yurishni o'rniga mustaqil vatanimiz bo'lgan bo'ladi. Dunyoda o'z erkin yashab bu sarsonlikni ham nim qilmagan, tatmagan bo'lardik. Demak, ichki siyosatni qilish, ya'ni bizniki mamlakatimizning ichidagi butun o'zi millat, har qanday millat bo'lishdan nazar Xitoydan boshqa butun millatning o'zini vatanni qutqizish, vatanni qurib chiqish, Sharq Turkiston davlatini yani qayta asliga keltirish uchun harakat keltirish bu siyosatchilarniki, usta siyosatchilarning qo'lidan keladigan ish degan gap. Yani tarixdan buyon shunday bo'lgan. Misol, Uyg'uzxon deymiz, undan keyin o'zi Mo'yinchor deymiz, shu Uyg'ur urug'i xonligini qurgan, shu podshohlarning hammasi davlat qurgan vaqtda faqat bir tanli millatni birga ekib turib qurgan emas. Bütün Türkiye millet ve Türkiye milletke yandaş olan milletinin hemmisini bir yere ekip durup bir bayrağını astığı jigip öz devletini kurgan ve güçlendirgan. Kaçan ki iktidarsız bir padişah şu kelgen vaqtida o devletniki uşak tuşak özü nimeleri hemmisi milletler ayrım bulup şunu ola özü devlet vayron bo'lib ketgan. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtida ishning beshidagi insonlarniki nihoyatda muhim rol o'ynaydiganligi. Agar o inson usta şu işni resmi biladigan insonlar bo'lsa, u yerda u ish cho'qim amalga oshadiganligi. Payg'ambar alayhissalom misolga olsak, misol Payg'ambar alayhissalomniki bayrog'ining ostida Yahudlar va Xristianlar va mushriklar va musulmonlar va mushularning hammasini nim qildi degan vaqtda hammamiz bir jo'grafiyada yashaymiz, hammamiz o'xshash bir insonlar. Har bir insonniki diniy e'tiqodi o'ziga hech bir millat, ya'ni bir millatni o'zi haqoratlamaydi. Bir millet yani bir milletni kamsitmaydi ve onun yaman laqabni qo'ymaydi. Qur'oni Karimdagi o'zi ko'rsatmasi bo'yicha deb o'tirib, hammamiz o'xshash deb barobarlikni va adolatni o'zi davlat ichida ashining o'zini tashabbus qilganligi uchun, ashini o'tirib qo'yganligi uchun va ijro qilgan vaqtidami, ashi bo'yicha ijro qilganligi uchun butun o'zi Makka, Madina va uning atrofidagi arablar, yahudlar hammasi bayroqning ostiga kirib, shu bir davlatni qurish o'zi imkoniga ega bo'lgan. Keyin misal Hazrat Umarning zamonlarida nihoyat o'zi kengayib, hamma o'zi O'rta Sharq hammasi deymiz, Shimol Afrika deymiz, nurg'un yerning o'zi shu islom bayrog'ini ekan musulmonlarning bayrog'ining ostiga kirgan. Buning hammasi sababi nima degan vaqtda u yer adolat tashkil qilinayotgan, hammamiz barobar bir inson degan so'z tashkil qilinayotgan bo'lg'achqa, u izlayotgan insonlar barobarlikni, adolatni anglagandan keyin uni kirgan gap. Xuddi shunga o'xshash bizniki oramizdami butun shu mamlakatimizning ichida yashaydigan Xitoydan boshqa butun millatlarning o'zini millatlarniki shu tuproqda haqqi borligi, shu tuproqni ozod qilish uchun bir kishilik hassini qo'shishniki lozimligi, o'zining majburiyat ekanligini bildira oladigan bir o'zi yetakchi bizning beshimizga kelgan vaqtida qanday bo'ladi deganda u butun insonlarning o'zini harakatga keltirib oladi. Ve o vatanni azad qilish ishi mana shunday ishlardan boshlandi degan gap. Ham tashqi siyosatchi degan vaqtda tashqi siyosat hech bir zaman Payg'ambar alayhisalom dinni yoki adolatni so'zlab o'ltirmagan. Nima uchun degan vaqtda u kuch yetmaydigan, gap o'tmaydigan yerga dinni so'zlasa, u yer adolatni so'zlash hech qanday oqmaydi. Uning uchun u yerda ikki davlat o'rtasida qilgan munosabat nima degan vaqtda davlatning oliy manfaati asos qilindi. Payg'ambar alayhisalom eng oddiysi shu Madina shu vaqtda davlatniki markazi bo'lib qolgan. Keyin Makka bilan o'zi Makkaliklar bilan kelishim tuzgan vaqtda Hudaybiya sulhisining o'zidimi shu Madinaniki
Yani aşı devletniki özünün devletinin menfaatini asas qilib turib tuzgan. Hattoki Makkada bir turkum o'zi musulmonlar bordi, shuningdan o'zi putquldi kishan holatda payg'ambar alayhisolamning qishiga qochib kelgan musulmonlar bo'lsa-mu, shuning o'zini shu Makkadagi, Madinadagi musulmonlar, Madinadagi davlatniki manfaat uchun qaytib turishning o'zini shu yerda buyurgan. Hatto shuning o'zini mana bizni qishimiz kipto deb o'tirib, diniy nuqtadan qaramasdan davlatchilik nuqtasidan qarash orqali buni o'zini qaytarib o'tgan misolda, ya'ni davlat manfaatini birinchi o'rin qo'ya olgan. Hozir misol O'rta Sharqdagi musulmon davlatlar yoki Turkiy davlatlar, misol O'rta Osiyo va Turkiyadan tortib hammasi Xitoy bilan munosabat qilish jarayonlarida bizni o'tirg'i chiqarib turib, mana haq huquqini bersa deb o'tirib siyosat qilayotgan yer yo'q. Nima qilyotdi desa, o'ziniki davlatniki oliy manfaatini birinchi o'rin qo'yib. Yani bizniki beşimizga, yani bizniki tashkilotlarimizning beshiga kelgan odamlar qanday qilish kerak degan vaqtda davlat manfaatini birinchi o'rin qo'yish, bu o'zi Qur'oni Karim buyurgan va bütün payg'ambarlar, davlat qurgan payg'ambarlarning hammasi degan vaqtda davlat manfaatini birinchi o'ringa qo'yganligini bildirdi degan gap. Şoň biz vatan sirtidagi bütün o'zi Uyg'ur xalqi yoki Sharq Turkiston xalqining har qanday qilish kerak degan vaqtda tashkilotlarimizniki, bo'libmi xalqaralashgan tashkilotlarniki beshiga kelgan odamlarga qattiq diqqat qilishimiz lozim va uni amalning bericha shu kasb ahli bo'lgan insonlar o'tirg'i chiqish lozim. Agar kasb ahli bo'lmagan insonlar o'tirg'i chiqqan vaqtda degan vaqtda Qur'oni Karimda o vaqtda o o'zi zulm qiluvchi bo'ladi deb o'zi bayon qiliqliq. Va ama boshqa bir rivoyatlim bor bu haqda, ya'ni rivoyatlimni beyozroq qo'shib qo'y bu haqda. Bir rivoyatning o'zida iza usnidal amru ila g'ayri ahlihi fantaziri sa'a degan rivoyat bor. Yani biz desa iza zuyatil amanatu fantaziri sa'a degan nima rivoyat bor. Bu payg'ambar alayhisalom degan bo'lsin, demagan bo'lsin, bu o'zi Qur'oni Karimniki mazmuniga uyg'un kelgan bir rivoyat. Yani to'g'ri bir rivoyat deymiz ham buni. Bu nima degan bo'ldi desa, ish o'zining ahliga berilmagan vaqtda qiyomatning qoyim bo'lishini kut degan gap. Ya'ni sizning ishing tugaydi degan gap. Agar sen bir ishning beshiga shu ishniki ahlini keltirmasang, u ishing tamoman vayron bo'ldi. Yani bunun özü en addisi. Bir öy selişten tatip, aile kuruştan tatip, cemaatniki işlerini kılıştan tatip, ta ki özü her kandak bir sahada şirket kuruşu olsun, ya ki bir dükkan açışı olsun, ya ki özü ticaret kılışı olsun, her kandak sahada şu sahani bildiğin adam. Yani kandak bir işini kılımdıysa, şu işini bilmey durup kılış, o işiniki halaketini keltirir diyen gibi. Yani bir adam ticaret qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, o ticaretni bilmaydigan bir odamning o'zi berib o ticaretni qilsa, 5 ga qolgan narsani 4 ga sotib yurib o'zi qilsa, u vayron bo'ladigan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda, bu ishni biladigan odam bu ishning beshiga kelmasa, u ish vayron bo'ldi. Vatan sirtida nurg'ulgan o'zi qarindoshlarimiz va nurg'un ishning o'ziga, masalan, men hozir qurultayniki nimalardan shu vakilligidan chiqyaptim odatda. Ammo biz har qanday bir tashkilotga to'g'ri usul bilan so'z qilish va uniki bir qism yerlariga fikr qatnashtirish haqqimiz, huquqimiz bor. Nima uchun degan vaqtda bu tashkilotlar vatan da'vosi qiladi. Vatan bütün Uyg'urlarning o'rtaq yoki Sharq Turkistonliklarniki o'rtaq o'zi tuprog'i. Bu tuproqqa qarta harakat qilgandan keyin biz buning qarta fikrimizni bildirishimiz va to'g'ri fikr berishimiz o'zimizning vazifamiz degan gap. Shuning uchun bu yerda nima bo'ldi degan vaqtda bo'lib hozirgi vaqtda qurultayniki beshiga kelish oldi turayotgan kishiniki bir o'zi buning layoqat to'shmaydigan bir inson bo'lganligi uchun o'zi nihoyat yaxshi bir odam. Lekin uni layoqat to'shmaydigan bir odam bo'lganligi uchun biz mushu narsaning o'zini eskartib qo'yish, xalqqa anglatish va xalq buni kuch chiqarish orqali salohiyatli bir odamni akilish xalqning qo'lida misol. Xalq uni qurultayni majburlash kerak.
Her qandaq yerdə, misal Türkiyədə olsun, Türkiyənin özüdümü her qandaq bir təşkilat olsa, təşkilatның beşiq kelgan adamның özü şunun salayət toşam toşmamdı. Bunun qari yoki dini alim bo'lish nima emas, muhim emas. Uni biladigan, shuni qila oladigan odam bo'lish kerak. Bütün hamma ishning o'ziga dini alim bo'lsa, u dini alim deganning o'zi bütün narsani biladi degan bir narsa emas. Faqat qiyliqal shu rivoyatni uni buni o'qishga odamlar degan gap. Hattoki hozirgi bizniki dini olimlarimiz Qur'onning o'zini tuzuk tushunmaydigan dini olimlarimiz mavjud. Unda bo'lgandan keyin bu yerki masala nima degan vaqtda millatniki ishga kelgan vaqtda hammamiz tik tura oladigan va u omonatni o'ziniki ahliga berish uchun kurash qiladigan, uni faqat sukut qilmaydigan, uningga o'zi sal qarmaydigan bunda holatda bo'lishimiz lozim. Yani o mening ishimmi o? Aşa adamlar qilibdiki, o aşa adamning ishi deyishning o'zi vatanga, millatga bir xiyonat hisoblanadi odatda. Chunki o odamlar vatan millat uchun ishlaymiz deyotdi. Degandan bizchi degan vaqtda u vatan millat bizning vatanimiz, bizning millatimiz. Bizim onun uchun kurash qilish vazifamiz va majburiyatimiz va onun uchun o ishniki beşiq keladigan odamlarni, to'g'ri odamlarning kelishi uchun biz o'zimizning qo'ldan kelishicha harakat qilish ham majburiyatimiz bor degan. Üçüncüsü sadakat. Aslında bu programın özde amanet, layakat, sadakat deb nima qilish kerak, ammo bunun özünü men o'zimdan qo'ydim. Sadakat nəhayət muhim o'rin turdi. Chunki bir ishni qilgan vaqtida o ishqa manfaat talab qilib yoki yuz obro'y talab qilib yoki dunyoda otilib qolish uchun, tarix yezilib olish uchun bundaq o'zi harakat qilish o ishniki mag'lubiyatni keltirdi. Uning o'zi hech qanday ish bo'lmaydigan. O zodi haq nima deyapti, uning o'zi ham ish yo'q. Faqatla shu ishning o'zini samimiylik bilan qanday qilganda men bu ishning o'zi, shu menga berilgan vazifaning o'zini o'z manziliga yetkazman deb shu to'g'riliqni boshqa turadigan bundaq insonlarniki bo'lishi nihoyat muhim o'rinda turadi. Ya'ni biz agar vatanimizni ozod qilamiz deydigan bo'lsak, vatanni ozod qilish uchun birinchi bizniki shu ishqa o'zini atgan, shu vatan millat uchun, vatanning ozodligi uchun o'zini atgan insonlarniki chiqishiniki nihoyat muhimligini o'zini bildiradi degan gap. Agar biz shu o'ringa layoq to'shqan insonni chiqarmagan vaqtida tamam o ishniki tamamen mag'lub bo'lganligining o'zini biz kutib olsak bo'ldi. Şu Qur'oni Karimning o'zi samimiyatni, sadoqatning o'zini bayon qilgan chaqda muxlisina lahuddin, ya'ni payg'ambar alayhisalom bu haqda bir rivoyat bor. Sen shu nimadan yansang, shu payg'ambar degan o'zi yana shu islom dinidan iborat, shu dinni yetkazishdan iborat, shu ishning o'zini qilishdan yansang degan vaqtda payg'ambar alayhisalomga nisbat berilgan bir rivoyatda agar o'zi o'ng qo'limga kunni, so'l qo'limga oyni bergan taqdirdami, men bu ishimdan yanmayman degan shundaq o'zi bir rivoyat bor. Gerçi bu rivoyat rost yolg'onligi u ayrim bir masala. Va lekin inson, ya'ni shu ishning beshiga kelgan inson u qadar o'z samimiy bo'lish kerakki, u ishda qat'iy ishning o'zini boshqa chiqish, mayli yalang'och qolsin, mayli osh qolsin, mayli xalqning haqoratlarini anglasin. Uning qat'iy nazar maqsadi qanday qilganda shu tutgan ishning o'zini oxirgachilik g'alabaga erishtirish. Mana shu maqsadda bo'lish o'zi nihoyat muhim. Shuning uchun Qur'oni Karimda natijada o'zi muxlisina degan o'zi ibora keladi. Nihoyat xolis samimiylik bilan shu ishning o'zini qilish nihoyat muhimligining o'zini ko'rsatadi. Bizning ota-bobomizmi shunday masalalarga qarta qushqash bo'lsinmi, qassob so'ysin degan o'zi bir so'zni qilib qo'yganki o'z vaqtida maqol tamsil qatorida, ya'ni har qanday ishni qilgan vaqtida, ya'ni har qanday ishni men bir ishni qilg'izmoqchi bo'lsa bir odamga u qanday qilish kerak degan vaqtida shu ishni biladigan, shu ishni qila oladigan odamga qilg'izish nihoyat muhim degan bo'ldi. Ya'ni qushqashni so'ymoqchi bo'lsakmi,
Aş qassobni kelsak, qassob qandoq o'zi uniki so'ydigan usullarini yaxshi biladi degan gap. Shuning uchun biz e, omonatdan iborat bu muhim bir narsaning o'zini uni e, berishga tegishli bo'lgan layoqat to'liq to'shqan mundaq insonlarga berishimiz bu xalqniki gardindagi vazifa. Agar xalq mushu vazifaning o'zini ado qilmay, voy bizning ishimizmi u? Voy nima shuni qilsin, qilib boqsin yoki u odamni chiqib uni qilib boqsin desa, bo'ldi u biz tashkilot qurib, hokazo qilib vatanni ozod qilish ishlaridan unchalar umid kutmasak bo'ladi. Chunki nima uchun degan vaqtda biz o'zimiz xalq bo'lish sifatimiz bilan omonatni o'z ahliga berishga kuch chiqarmasak, u vaqtda bizniki zot qiyomatimiz qoyim bo'lishga biz rozi bo'lgan bo'lamiz. Shuning uchun bu yerda butun xalq mush ishga qat'iy diqqat qilishi lozim, ahamiyat berishi lozim, nihoyat muhim bir ish deb sanashi lozim. Vaqti kelsa shundaq yig'inlarga beletni elib berishi lozim. Shu yerda umumyuzlik belet tashlab qilishi lozim. Chunki kelajakdagi ishimizniki hozirgi bosqichi bu. Ya'ni o'zi bu ishni qilib qo'yib, 3-4 yil o'tgan vaqtda u ish tamoman mag'lubiyatdan oxirlashganiga qayta ham noldan boshlab bu ishni yana o'zi yani noldan boshlandik o ishni. Biz davomli noldan boshlab hozirgacha mana mushu yak keldik. Hozir bu bizning ishimiz hali bir bosqichga kelgan vaqtning o'zida endi yan qaytadan noldan boshlayotgan bo'lsak, u xalqniki tamoman o'z umidini yerga qo'ygan bo'lamiz. Mag'lubiyat shu yerda o'zi o'tirib chiqqan bo'ldi. Shuning uchun bu yerda muallimni bildigan odam muallim bo'lish lozim, qassoblikni bildigan odam qassob bo'lish lozim, navoiylikni bildigan odam navoiy bo'lish lozim. Her ishni shu ishni bildigan odam qilish lozim. Xalq shu bildigan odamga omonatni topshirish lozim. Agar omonatni o'z o'rniga topshirmay turib, ondan keyin u ishdan umid kutsa, u odam xato umid kutgan bo'ldi. Xuddi hozir meni musulmonlar shunda bo'lyapti-ku. Musulmonlar xato bir dinga ergishib ketyapti. To'g'ri din o'tirib qo'ygan bir netijaning o'zini kutyapti misol. Jannat kirishni, Allohning roziligiga erishishni, g'alaba qilishni kutyapti misolda. Rivoyat arabniki o'zi hikoyalarga, arabniki o'z urf-odatlariga, madaniyatiga ergishib, ondan keyin Qur'oni Karim o'tirib qo'ygan o'zi netijalarning o'zini kutyapti. Buning o'zi nihoyatda o'zi ahmoqona bir ish. Shuning uchun bu yerda biz qanday qilishimiz kerak degan vaqtda biz mushu hozir mushu nimaniki qurultayniki ishlar bo'lyapti. Qurultayda saylan bo'ladi. 24-chilardan 28-chilargacha xalq ashunga qarash kerak. Bu mening ishim emas demaslik kerak. Men bizada Sharq Turkiston fuqarosi bo'lish sifatim bilan ashaga berib men o'z ovoz berishim kerak. Bu meniki kelajagim va avlodlarimning kelajagi uchun qilinadigan ish deb samimiyatli bilan o'zi qarash kerak. Shu vaqtda bu bizniki ishimiz bo'ldi. Bu o'zi qurultaydagilarmi buningga nihoyatda samimiylik bilan qarash lozim. Her qanday tashkilotdagilar samimiylik bilan qarash lozim. Bu xalq mushu sohada gap qotgan bo'lsa, demakki u tashkilotga ahamiyat berayotganliginiki, u tashkilotdan bir umidlarni kutayotganliginiki alomati. Xalq u umidni kutayotgan ekan, demakki u xalqniki umidini oqlay oladigan inson o'tirib chiqish lozim. Uni ahli bo'lgan inson, eng oddiy bo'lgan taqdirda uni ahliga yaqin bo'lgan inson bo'lish lozim yani. Faqat uningda jiroqlashib ketgan bundaq odamlarniki bu ishning besha kelishi bizniki ishimizni texnik og'ir surdigan bundaq bir vaziyatni shakllantirdi. Shunga o'zi biz maxsus mush sohada to'xtalishimizniki bir sababimi bizniki hozir misol Yevropa, Amerikada bo'layotgan tashkilotlarimizniki ichida ko'pincha yerga qarasak, mushu diniy sohadagilar tashkilotniki beshiga chiqib olgan. Uni o'lim desinda xafa bo'ldi ekan nurg'unlar o'lim odamisi xafa qolganlar borki. Mushu odamlar tashkilotning beshiga chiqib olgan, o tashkilotning o'zinimi shu o'zining bir saviyasi bor, tashkilot ashaki bir to'xtab qoldi. Uning nersiga faqat o'tmaydi endi. Ayndaq holatda buluqliq. Shuning uchun
bütün xalqimizga qildigan murojaat nima degan vaqtida xalqimiz dunyoning har qanday yirik tashkiloti bo'lsin, jamoat arboblari bo'lsin, hatto muallimligichilik bütün sohada shuniki ahli bo'lgan insonlarga u ishni topshirishi, u ishniki rivoj tepishniki birinchi bosqichi bu hisoblandi. Buning ahamiyat verish lozim. Agar omonatni o'z o'rniga topshirmagan bo'lsa, u ishdan umid kutishga hech qanday hojat yo'q. Chunki u ishning oxirisi xusron, ya'ni ziyon bilan o'zi oxirlashadi. Xo'sh. Ma'u yani iqtisodiy sohadami bir nimani qo'yib ekanmi? Yani iqtisodiy sohadami iqtisodni ishiltigan o'rinni biladigan, iqtisodni oladigan o'rinni biladigan, iqtisodni qandoq elishni biladigan, yani iqtisodni o'qigan insonlarni iqtisodni beshiga keltirish nihoyat muhim o'rinni egallaydi. Qur'oni Karimda shu Layl surasiniki 5-oyatidan 10-oyatgacha oraliqda 5 oyat ekan. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى degan shu o'zi 2 jumla oyat, 5 oyat shuning o'zini bayon qiladi. Bir odamga bir narsa ba demoqchi bo'lgan bo'lsak, u odamga shu qilmoqchi bo'lgan ishimizniki va saddaqa bil husna deganning o'zi shu qilmoqchi bo'lgan ishimiz yaxshi ish ekanligiga u odamning o'zini iqro qildigan, ya'ni tasdiq qildigandan keyin u odamga pasanu yassiruhu lil yusra. U odamga berish o'ng'ay to'xtaydi. Masalan, bir odam meningdan pul olmoqchi, tashkilotga ishiltish uchun pul olmoqchi bo'lgan bo'lsa, uning o'zini manda bir choy ichimiz yoki bu yerga borib o'zi o'yin tomosha qilib kelamiz, shuning qarta tashkilot nomida bu ishni qilmoqchi. Mo'shuning pul asanglar desa, men hargiz bermayman odamlarga. Ammo u odam meni qishimga kelib, biz uni mandaq ishga ishiltimiz, vatan uchun, millat uchun mandaq cho'ng ishlar ishiltimiz. Buni qilib mandaq bir netinchilarni qazonamiz, oq-ko'k deb uningda o'zi vatan, millat uchun o'zi mushundaq netinchilarni qazondigan netinchilarni menga o'zi so'zlab turib, menga tasdiq qildigan vaqtida, u vaqtda to'xtatdi. Men buni bersam bo'g'day deb mening berishim, o iqtisodni berishim menga o'ng'ay to'xtaydi. Ya'ni demakchi bo'lgan gap nima degan vaqtda iqtisodni yig'adigan odam iqtisod yig'ishni bila oladigan, iqtisodiy o'rinni to'g'ri ko'rsatish orqali millatni qoyil qila oladigan insonlarniki iqtisodning beshiga kelishi nihoyat muhim o'rinni egallaydi degan. Xalq o ko'rgan odamga iqtisod bermaydi. Uningga har odam bor, har odamga shu odamniki tug'an turqi qarab so'zlay oladigan. Shuning qarab o'zi bu odam manda gapni qilsa, men xo'shaqidi deb o'tirib, ashuni so'zlab, iqtisodni o'zi qanday elib shu to'g'ri yo'lga ishiltishniki yo'llarini o'zini odamga tushundirgan vaqtda, demak nima degan vaqtda u odam tushunib, bu odam bu narsani o'zini to'g'ri yo'lga ishiltigan deb ishiltigan, ya'ni to'g'ri ekanligini u odam va saddaqa bil husna deganning o'zi yaxshi ishga ishiltiganligini u odam tasdiqlagan vaqtida fasanu yassiruhu lil yusra. O odamga o'zi berishning o'zini osonlashtiradi. Ya'ni u odam o'ng'ay beradi degan gap. Berish u odamga oson bo'ladi. Va amma man bakhila vastag'na va kazzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Ammo u odam u o'zi yaxshi ishning o'zini yolg'onga chiqarsa, ya'ni bir odam uniga kelib bir yaxshini qilmoqchi. Pul yig'adigan odam bir yaxshini qilmoqchi, lekin u odam uning o'zini qoyil qilolmasa, o pul bermoqchi bo'lgan odamning o'zini qoyil qilolmasa, u odam o yaxshining o'zini kazzaba, ya'ni o'zi bu odam buni yolg'onma deyotgan gapi deb uning o'zini bundaq o'zi kallasida yolg'onga chiqargan bo'lsa, fasanu yassiruhu lil usra. U odam berish qiyin bo'ldi. Ya'ni bermaydi degan gap. Bu yerdagi narsa nima deganda Alloh taolo bizga bir narsani o'rgatyaptiki, bir odamdan pul yig'moqchi bo'lgan bo'lsang, bir yaxshi ishlatishga, u yaxshi ishniki qandoq ish ekanligini, uni qandoq bir yaxshi netinchilarning keldiganligini o'zini so'zlash orqali u pul bergan odamni sen qoyil qila olgan vaqtda u odam uni beradi degan gap. Bu nima degan bo'ldi degan vaqtda
iqtisod jig'dan insonlarmi iqtisodni jig'alaydigan iqtidor egasi bo'lgan xalqni qoyil qila oladigan iqtisodni jig'ish jarayonida buni mandaq ishga ishlatamiz bu degan mandaq qilsak mandaq bo'ladi buni orqasida mandaq cho'ng ishlar keladi deb uning o'zini qoyil qila oladigan insonlar u yerga kelgan vaqtda nima qildi degan vaqtida iqtisodni jig'alaydi degan gap. Yani Allah Teala bizge hatta iqtisod chiqishdan tortib, oila qurishdan tortib, munosabatdan tortib, har qanday ishning o'zini desa, bizga o'zi bayon qildi. Yani bizniki muxtasar ma'nida bir jumla bor. Muqtizai holga mutobiq harakat qilish. Muqtizai holga mutobiq harakat qilish deganning o'zi qanday bir yerga borsak, u yerdagi amaliy ahvol nimani taqozo qiladi? Şu taqozo qilgan ahvol qarta biz o'zi ish qilish orqali ishimizni natijaga erishtirish. Bu nihoyat muhim narsa. Bu siyosatchining ishi, masalan. Siyosatchi har sohadagi insonlar, yani o'zining ishiga, shunday o'zining ishini bilgan insonlar qanday qildi degan vaqtda, u vaqtda o insonlar muqtizai holga, yani amaliy ahvol qarta ish tuta oladi va u ishni g'alaba qila oladi degan gap. Shuning uchun biz har qanday bir vaqtda diqqat qiladigan yerimiz nima degan vaqtda ishning beshiga kelgan odamga jamiyatimizda masalan har qanday bir odatdagi jamiyatimiz bo'lsin yoki bir mashrab bo'lsin eng oddiysi mashrabimiz bo'lsin yoki bir o'zi bir surun olsun, bir to'y to'kinni boshqargan surun bo'lsin, har qandayda shuni qila oladigan insonning o'zi, shu yani boshqara oladigan insonni shu ishning beshiga kelgan vaqtda u ish nihoyat netinchlik bo'ladi, nihoyat o'zi insonlar o'zi undan mamnun bo'ladigan bir ish bo'ldi, misol. Agar u yerga biz uning ahlini akamay, boshqa bir insonning o'zini ma odam bak hurmatga sazovor odam deb uni akib qo'ysak, u vaqtda u odam uni qilolmasdi degan vaqtda u butunlay ishimiz barbod bo'ldigan gap. Shuning uchun bu yerda bizniki nurg'un insonlarimiz bor. Odat tashkilotining o'zini har xil haqoratni qilib va jiraqtirma u tashkilotining o'zini degan ishlar bor. Hech qanday bir tashkilotdan, hech qanday bir jamiyatni bizni jiraq turishimizga hojat yo'q. Yaqin turishimiz lozim. U jamiyatni tuzashga hassa qo'shishimiz lozim. U jamiyatniki rivojlanishiga va millatniki da'vo ishlariniki menishiga biz hassa qo'shishimiz lozim. Hassa qo'shish qanday bo'ldi degan vaqtda, shunga har xil fikrlarni berish va to'g'ri odamlarni saylash, to'g'ri odamlarni o'tirib chiqish orqali jamiyatimizni, jamoatimizni va ishlarimizni taraqqiy qildirish bu o'zi bizniki qo'limizdagi, bizning saviyamizdagi ish degan gap. Agar bizda shunday saviya bo'lsa, demakki bu ishning o'zini taraqqiy qildirgan, rivojlantirganga millat o'zi ishni to'g'ri odamni qo'liga tutqizish orqali rivojlantira oladi degan gap. Shuning uchun har qanday sohada boy deganga o'xshash qassobni navoiylikqa saylab qo'ygan yoki bo'lmaydi matematika o'qigan bir odamni o'zini adabiyotga muallim qilib qo'ygan Xitoyning usulini qilmasdan biz o'zi har qanday sohada o'zimizning ishi deb hisoblagan ishning o'zini to'g'ri yetaklab mang'alaygan insonning o'zini o'ttirib chiqarish millatning o'zining ishi. Bu ishqa millat ega chiqish kerak. Millat ega chiqqandan keyin bu ishning o'zi to'g'ri yo'lga kirdi. Millat o'z to'g'ri niyat bilan shu ishning o'zini ilmiy asosda o'ttirib chiqqan vaqtda u ish to'g'ri yo'lga kirdi. Agar millat uni kuch chiqarmay hammasi shunday o'zini tashlab tursa, u vaqtda u ish to'rt odamning ishi bo'ladi. U bir-birini saylab ketaverdi. Shuning bilan u ish eng oxirgi berib mag'lub bo'ldi. Mag'lubiyatning natijasi kim bo'ldi degan vaqtda millat bo'ldi. Shuning uchun biz bundan keyin davomli o'zi mag'lub bo'lishniki o'rniga g'alaba qilish yo'llarini tutamiz desak, u vaqtda biz qanday qilishimiz kerak desa, biz shu ishning ahliga tutqizish. Har qanday bir ish bo'lsa, u ishning o'zini millat birlashib turib, ma paloni bu ishni biladi, ma ishni paloni biladi deb har ishni shu ishni biladigan odamga tutqizish. Bu nihoyat muhim bir o'ringa bir o'zi masala. Millat buna ahamiyat verish, o millatning ustidagi bir vazifa. Agar millat shuning o'zini to'g'ri odamga tutqizolmagan bo'lsa, u millat omonatni joyiga bermagan bo'ldi. Omonatni joyiga bermay turib, ham omonatning o'zidan bir netinchi kutishning o'zi bu bir ahmoqona ish bo'ldi. Xo'sh.
Onda olsa oh bu telefon çata Başqa chiqib qol ya. Alo? Ahmetcan qani? Uxlab qoldimi ya? Alo? Ha. O'sha chiqib qoldi. Xayriyat. Kirmabdi daha. Amanet ve salohiyat haqida tushuntirishlari diqqat chekadigan narsa sohasini qaysi sohadagi salohiyatni hozirlagan kishi yana boshqa qo'shimcha sohalarga tang qanot yoyadi yoki chap kelalaydi shekilli bir savol javoblanmagandek qochadimi? Endi biz mushu hozir Yevropada yashayotganga mana hozir az kundan keyin 23 yil bo'ladi. Yevropada yaşaganlar bo'libmi, g'arb davlatlarda yaşagan odamlarniki asos qismi hammasi biladi. Bir do'konga kirmoqchi bo'lsakmi, shu do'konda ishlash salohiyatiga egami emasmi biz? Burun bir do'kon ochib baqqanmi yoki mayda ish bo'lmasa, bir kurs o'qitdi, undan keyin o'zi kursida bir qog'ozni bergandan keyin salohiyatimiz to'shqan bo'ladi, shu yerda ishlaymiz. Men odatda Bergen'de Norvegiyaniki. Bergen'de men isklat ishlagan vaqtida 15 kunlik kursu o'qib, shu yer kursini tugatib, qog'ozni elib kelib, undan keyin o'zi shu nemada shu isklatda ishlagan. Demak, har qanday yerda ishlash kelsa, shu yerda ishlay oladigan bir salohiyating bormi? Shu yerda masalan turk degan bir narsa bor, yuk ko'taradigan narsa. Shu narsani hayday olamsa, uni velosipedga odam haydaydi, lekin shuni hayday oladigan qog'oz bo'lish kerak qoldi. Demak, ashunga o'xshash bu yerda salohiyat talab qildi. Misol bir yerga borgan vaqt bir shu isklat kirgan vaqtida meniki millatimni so'ramaydi. Millating kim o? Dining nima deb so'ramaydi. Unda so'rashning o'zi Yevropaniki sistemasida butunlay jinoyat hisoblanib desak bo'ladi. Cheklangan bir ish.
ve hiçbir zaman meniki qaysi millet, qaysi dinge itiqat qılıp, qaysi mezhepte onu sürüştü qılmaydı. Men şu işini kılalamdım, kılamamdım. Men şu işini bilemem, bilmeyem mi? Aşının özünü kılalaygan qarta men kolumda qağaz var mı yok mu? Bunun özünü sürüştü qıldı. Allah Taala'nın devatqanı nime degen vaqtda muşu. Yani bu Avrupalıqlar bunda desek nurgul adam var ki o Avrupalıqın tüzümlerini ne okup lekin ve dinde şunu sözleyip degen bir kallıs erişip qalgan insanlar var. Avrupalıqlar Allah'ın dinine emel qılayotgan insanlar. Nurgul yerligi. Mesela tüzüm sahasida. Dünyadaki devletlarniki İslam dinindeki prensiplerine emel qilish, qanchalik emel qilganlik qarta bir o'zi chiqagan nim bor. Şu Amerikalik xalq ve 3 tane Müslüman profesörniki o'zi chiqagan bir xulosa var. Şunu da bütün Avrupa devletleri, Garip devletleri aldığın o'rin turdi. Birinci o'rinda, yani şu Müslüman memleketinin en aldığın o'rin tug'ini 39. o'rinda Müslüman memleket geldi. Birincisi şu Malaysiya. O Türkiye'nin özümü 50 nechinchi mi 60 nechinchi mi o'rin turdi misal. Birinci o'rinda Garip devletleri turdi de. Demek bular nima desa, gerçi o İslam dinine işenmeyen bo'lsa-mu, lekin Qur'ondan mushlab foydalanyapti. Yani o'zi burun anlagan şu Garipte iman etmagan musulmonlar var ekan. Bu O'rta Sharqda iman etgan kafirlar var ekan degan bir gapning o'zi mushundaq debdi degan bir gapni anglagandim men. Ne qaşınga o'xshash Qur'ondagi prinsiplarni Garip devletleri icra qilyapti. O'rta Sharq yani musulmonlar degan vaqtda men musulmon deb qo'ydi, butunlay Qur'oni Karim chekilgan narsani ijro qildi. Yalgan gap qildi, yalgan gap qildi, o'g'illik qildi, o'g'illik qildi, aldimidi, aldaydi, zina qildi, zina qildi, haraq ichimdi, haraq ichdi misalda bütün Qur'on chekilgan narsaning o'zini hammasini men musulmon deb turib qilgan gap. Ma Garip devletleri çözdü. Bir yerde bir telefonumuz hazır iPhone 16'ını elip bir muş gang İngilizler yaşaydığı yerde ağan künüsü kepeli şöyle düşüp kalsa aşının özü tepil daydı. Anın özüne ma bana kepe içilmeyen neyse ki ma ben yançığımı sevlay demey ma kimniki de ya sakçıga ya bir dükkanga apır perdi. Yani bu yerdeki bu insanlık benim mahalette. Misalde demek bu yerdeki neresi neymi diye vaxtıda adamdaki hakik insan boğan vaxtıda onun salahiyeti aşında kalkı. Her neresiga boğan göz qarashları aydan yuqori o'rin turgan gap. Şoň bu yerde Avrupa nem qıldıysa hamma narsani qilgan vaxtda bir adam bir ish almoqchi bo'lsa, aş ishning ahli mi emasmi? Qur'oni Karim bunu deyatıdı. İla ahli deyatıdı. Siz ahliga bir andaydı. Aş işini kılalaydigan adam mı, kılamayan adam mı? Şunu sürüştük kılıp, sen şunu kılalaydigan qarta nemen var deydi. Benim kenişkim var ama bir ara kağızım var, aşağı okugan, aşağı pütüyen qarta degendikin, kağızını körüp, sen rast şunun özünü okup pütürüpse, sen bu işini kılalaykense de bu işini berdi. Bu yerde bizdeki devatlarımız hazır neyimiz? Kur'an-ı Kerim'deki şu ayetinin özünü biz ameliyatga aylandırışımız lazım. Yani her kandak cemiyetimiz, misal özü, hazır dünyada Uygur bayanın hemisi teşkilatı var. Teşkilat cemaati başkurulgan narsa. Cemaat doğru başkurulmasa o cemaatin arasında hurafilik özü, her xil özü radikallık, aşındak özü nurgulluğun İslam dinine zıt olgan, insaniyetki karşı olgan, muşundak narsalar mevcut olduğun gap. Mesela Türkiye neme için Kur'an kursunu tüketken, balının özü berip adamı öldürdü, xalqını bulaydı. Neme şu işini kıldı? Çünkü ulanın mollaları şunu ögüdü. Onun için onu kıldı. Kur'an aşını öget demde, onu öget demeklik aşını kısan bulmaydı deyiklik. Ama bizden mollalık ödese, aşını kılıklık misalda. Bu doğruluğun toktulumuz bir gün sizadı. Kur'an nemini boruvadı, hazır bizden mollalık nemi ögüdüvadı. Bunun özlüm toktulumuz bir katım. Bu daim borsa. Şunun için bu yerlik nesini nemi ödese, amanet degen bir narsning özünü öz ehliga topshirish bu nihoyatda bek muhim. O adamning hoziri ve kelajagi uchun nihoyat muhim. Onun için bütün Uygur zodi o'zi odatdagi jamoatchilik ishidan tortib cho'ng tashkilotlarimizgachilik hammasiga qulg'in din tutish lozim. U ishniki to'g'ri mengilishi uchun
o zat qo'ldan keladigan har qanday ishni o'zini qilish lozim. Uni qilmay turib, andaki o xato yo'lga mangan bo'lsa, oxiratni g'ajash hech qanday g'ajat yo'q. 4 tangin chiqim qilib, shu naq maydonga berib turib, belatni tashlaymi deb bir kishilik zot mana Uyg'ur, men Sharq Turkistonning bir o'zi balasi men, bir avlodi men deb o'tirib, o'sha yerda o'zi belatni tashlab, layoqatli odamga tashlash lozim o belatning o'zini. Shu vaqtda bu ishning o'zini to'g'ri yo'lga kirdigan bo'ldi degan gap. To'g'ri yo'lga kirdimizsa, kirgani unimizsa, o odamning o'zini jamoat bo'lganidan chiqirib atalaydi uni o'zini. O jamoatning kuchi odat kuchi emas o. Ashtaq qilish orqali bu jamiyatni, jamoatning beshini o'ngshash, bu nima jamoatniki o'zining qo'lidagi ish. Ya'ni jamoatning qo'lida shundaq muhim bir omonat bor. U omonatni shu omonatning hodisini to'g'ri chiqa oladigan insonning qo'liga tutqizish uchun desa, u jamoatniki vazifasi degan gap. Agar bu vazifani to'g'ri ado qilmay turib, undan keyin u ishni men bir netinchi ko'rsam bo'ladi deganning o'zi uxlamay tush ko'rgan bilan o'xshash u. Shu har qanday bir ishning o'zida bir yer bir tashkilotga, masalan, Angliyada bo'lsin, bir tashkilot bo'lsin yoki bir yer ish qilib xalqarалық tashkilot yoki olmaydi o'zimizniki turayotgan yerda bir jamoatning ichida bir tashkilot, jamoatniki bir tashkilot bo'lgan bo'lsa, o'sha tashkilotning har qandayqa shu jamoat samimiylik bilan, bo'lsa bo'ladi demasdan samimiylik bilan uningga ko'ngil bo'lish lozim. Uniki o'zi beshiq kelgan odamlarning qanday odam bo'lishi lozimligini her odam fikr qilish orqali birisiga haqorat qilmasdan bizda fikr qil desa, o'ziga o'xshamaydigan bir fikrni qilib qo'ysalar, uni o'zini dushman sanaydigan bundaq sharafsiz insonlar bor bizning aramizda. Bu butunlay xato bir narsa. Biz g'arbda yashayotganlar 20 yilni oshdi. Bu yerda qanday degan vaqt fikr qilish usuli, misol, shu bir maydonda turib, shunchalik o'z birisi bilan shunda qattiq o'zi munozirlashgan bo'lsa-mu, sırt chiqqandan keyin birga choyni ichib ketilaverdi. Nima uchun degan vaqtda u yerda shu masalani hal qilish jarayonida qosimiz to'g'ri fikrni o'tirib qo'ysak, qo'ya olamizki, qanday mush ish texmbak yaxshi bo'lar degan maqsad qildi bu yerda. Bizmi ashuni o'rganishimiz lozim. Bizmi shu ishimizniki qanday qanchaqda o ishimiz texm yaxshi bo'ladi deganni o'zi asos qilib turib, o yaxshi bo'lish uchun qanday odamni o beshiqqa keltirishimiz lozim. Buning biz samimiylik bilan yana. Bu samimiylik vatanning ozodligiga berib taqildigan narsa bu. Uning uchun biz o'zi samimiy bo'lmay turib, uni ko'ngil bo'lmay turib, oxirisiga bu vatan ozod bo'lib qolsa, demak, vatan ozod bo'lsa degan gapga o'shmanchi. Vatan o'zi ozod bo'lgan narsa emas. Biz uningga yuragimizni qo'yib turib, uning haqiqiy yuragimiz bilan ko'ngil bo'lgan vaqtda ozod bo'lgan narsa. Yani özümüz azat kıldıgan narsa. Özümüz azat kıldıgan narsa uni. Özümüz onun hech qanday ko'ngil bo'lmay turib, hatto odatdagi bir tashkilotniki boshliqlarini tortib, uni to'g'ri bir saylamay turib, uningdagi azat bo'lsa bo'ldi degan qanday gap bo'lib ketdi. Shuning uchun biz vatanni azat qilamiz deydigan bo'lsak, oldimizdagi qilayotgan ishlarimizni, jamiyatimizni tartibga solishimiz, jamoatimizni tartibga solishimiz ve cemiyetin üstündeki adamlarının özünü, doğru adamlarını keltirişimiz bu bizdeki nihayet muhim bir vazifemiz. Eğer bu vazifeni kılmay turup, yani öz cemiyetimiz terakkisi oldu, nimiş kılanmaydı bu cemiyet maaşının özüne, ve nimiş kılmaydı diğerinin özü ise, ahmakane bir iş. Sen onu saylığa vakti şu kılalayga adamı sayılışın gerek. Kılalayga adamı sayılmay turup, kılanmaydıgan bir navayını apırıp, siyasetke apırıp koysan, o vakti o navaylığını kılır siyasetindeki ornuk gelsin. O vakit sen nemi kütse ondan? Onun için sen kıldığı işin birinci kademlik işini doğru kılışın lazım. O birinci kademlik iş nemi diye vakitte onun beşik gelgen adam doğru sayılışın gerek. Şu vakitte sen ona özünü emelge aşırı alayısın, o adamga özü kandak talepini koysan, o doğru düşüne alaydı, siyaseti bildiğin insanlar olgandakin. Şunun için bizdeki toplumu cık bundak paranlar bu adı. Hazırkı şu xalqaro tunulgan, xalqaro o'zi Birleşken Devlet Teşkilatı deymiz, Avrupa Parlamenti deymiz, nurg'unlagan o'z davlatlarniki o'zi parlament a'zolari ko'rishayotgan birdan-bir tashkilotmuş. Dünya Uyg'ur qurultayi bo'lib qoldi. O Dünya Uyg'ur qurultayining tillab yurganning o'rniga uniki shu beshi turayotgan odamlarga layoqatli insonlarni o'zimiz saylasaqlar, u ish tuzildi degan gap. Onun özünü biz onu kuch chiqarmay turib, o go'l degan mayndaq inson aqlini nima qildigan, talab qildigan go'li bu.
anda gül, manda gül demiş ya tilimiz şeyler. Jüri versek diyor diye vaxtida. Biz kitivermiz mındaq. Şuna bu yerdeki alayda bu söhbetni qilishimizdagi bir sebep, yani şu aldığımızda bizniki bir devletni, milletni temsil qilayotgan darajadagi bir tashkilotimiz bo'lib qoldi hozir. Butun dunyo tutunayotgan. Bu tutunayotgan bir markaning o'zini ko'tarib lekin uning o'zini amaldan qoldirib o'tishga qat'iy bo'lmaydi. Uning uchun uni o'ngishimiz lozim ichini. İçideki xato insonlar bo'lsa, uning o'zini chiqarib o'tish va to'g'ri insonlarni qo'yish bu millatniki o'ziniki qo'ldagi ish. Millat uningga tik turib, "Zot biz mushuni qilishimiz lozim" desa, uni cho'qim qila oladi. Endi hozir kadar lider o'g'uchi yoki boshlamchi o'g'uchilarga aloqador bir nima vardı, bir tema var. O bo'lsa ayollarni boshqalarga vayron bo'lganlik haqida bir hadisni aytildi. Undaqda shuna savol qo'yilishi kerakki, ya'ni salohiyat egisini jinsiy jihatga cheklab o'chqamdi degan bir savol chiqadi. Bu nati, men bayatın bilse isim kelgende ama demek ettiğim to'g'ri bir savol bo'ldi bu. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de faqatla salohiyat egisini o'zi. Mushunda ashni biladigan, ashni qila oladigan insonlar bo'lish kerak deplikin belgilagan. Herkesmi u yerda er bo'lish kerak, ayol bo'lish kerak degan bundaq bir narsa yo'q. Bunun o'zi masalan Dünya Uyg'ur Qurultayining beshida shu Rabiyadan bu vaqtida voy u ayol kishi qarshi o'zi oxirga chiqmaydi, mag'lub bo'ldi degandek nurg'ulg'an fatvoni chiqarib mollalar ayndaq nurg'ulg'an qalaymaqan gaplarni qilishgan. Men shu vaqt deganda bu Qur'onda yo'q undaq narsa deb. Bu yerda biz nurg'un nima suhbat dedik. Uni dinimi, men qas diniga e'tiqod qildi. E'tiqod qilamni qilmamdi. Uningmi o'zi hech qanday nimasi yo'q. Bu yerda ahamiyat yo'q. Dini, cinsi hiç bir zaman sürüştü kılınmaydı bunun. Fakat o sürüştü kılındığı neresi neyim o dese, şu neresini bilemdi bilmemdi. İşini bilemdi bilmemdi, şu işini kılalamdı kılanmamdı. Yani bu mesele, bu şu sürüştü kılındı. Mesela ayarların içinde, Arabiyadan bu Dünya Uyg'ur Qurultayining beşik geldi. Hazır mesela Roşen Abbas var, bu Kanada'da bir ayal var. Ne mi de? Rukiye Turduş deyimiz. Aşına hoş kabiliyetli şundak ayallar var. Bu yerde ço? Ama o Qurultayning nemisdimi bir qiz var, nima de onu keti? Aşna o'xshash o'zi o'qigan nima ayollar bor, o'qigan erlar bor. Kim bo'lishdan qat'iy nazar, shu ishni qila oladigan odam bo'lsa, er bo'lsin, ayol bo'lsin, uniki o'zi hech qanday jinsi yoki diniy e'tiqodi hech qanday surish qilinmaydi. Qaysi dinga e'tiqod qildi, qaysi mazhabda u hech qanday keragi yo'q uniki. Ama şu işini kılalamdı kılamamdı. Işini bilemdi bilmemdi. Mesele bu yerde. Yani. Ama bunun fakat dini alim buluş gerek. Ah gök diyen neyse katli bu işindeki içi kirmesi gerek. Çünkü bu yerde hiçbir zaman dinde okuyan olmasa o adamın salahiyet toşmaydı diyen bundak bir neyse Kur'an'da asla mevcut demez. Yani bizdeki rehberlerimiz ya şu bir kısım insanlarımız biliş gerek. Yusuf Aleyhisselam'daki kısmını okuş gerek. Yusuf Aleyhisselam mesela sen başvezir olup benim yenim turup hizmetini kılgın diye vaxtda to'xtab turib, men bu ishni bilmayman, men bu ishni nima qilmayman. Meniki bildiğim, men kichigim tortib shu dehqonchilik bilan shug'ullanib kelgan odam bo'lgandan keyin, dehqonchilikni yaxshi bilaman, men dehqonchilikni beshiq kelsam, uni bilaman ham uni saqlashni bilaman deyiladi. Demek bu yerdeki narsa nima degan vaqtda bizniki oramizdagi insonlarning ichida shu tashkilotniki ichidagi vazifadan o'zini loyiq ko'rgan bo'lsa, shu bir ishning o'ziga men bu ishni qila olmayman degan odam bo'lsa, o'zini hech bir zaman tortinmay turib, men bu ishni bilaman. Men bu ishga men o'zim nomzod qilaman deya olish lozim, aktiv bilan. Bir qancha odam shuni nima bo'lsa, ma odamga qarag'acha men mani mandaq qilaman deb o'zini ma Yevropada ashtaq baslashga ishlar bor-ku. O'zining alayliklarni o'tirib qo'yish orqali madem macilik qilib deyapti, men degan buningdan yaxshi mandaq qilyaptimi deb o'ziniki qilgan ishlarini, planlarini o'tirib qo'yish orqali
u vazifani qo'liga elib, uning o'zini qilsa, u texmi yaxshi bo'ladi misol. Ya'ni o'ziniki qila oladigan bir ishini o'zi qo'liga olgan bo'ladi. Bu o'z omonatni naq o'zi omonat naq o'z joyiga tekkan bo'ladi. U ish taraqqiy qiladi yani. Shunga o'zi bizning oramizda bir tal, ikki tal emas, az olsa 5 tal, har bir tashkilotda 4-5 tal odam nomzod bo'lishi lozim. Nomzod bo'lib, eng yaxshi qila oladigan insonlar, shuning eng iqtidorli insonlar shuning beshiga kelib, u ishni qo'lga olish lozim. Yani bir qancha odam kelgan vaqtda u yerda hammasi o'ziniki seviyasiga qarata, u o'ziniki nemisini o'tirib qo'ydi. Men mandaq qilaman deydi, bilimi deydi, shuni olib o'tirdi. Millat uni anglab, eng o'zi yaxshi qila oladigan, yani eng seviyalik bo'lgan birisini o'zini millat tanlaydi. Tanlagandan keyin, demak, omonat eng o'zi loyiq birisi tekkan bo'ldi. Agar shunday omonat joyiga tegmagan vaqtda men burun nima olib deb o'tganga o'xshash, ishni bilmaydigan odam u ishni beshak qilib qolgandan keyin u ishning oxirgi natijasini hisoblayolmaygan. Hisoblayolmay nega bordigan, yo'lga chiqib qo'ydi. Oxirgi manzil nada, nega bormoqchi ani bilmaydi-da odam. Shuni u ishning o'zi yerim yo'lda mag'lub bo'lgan gap. Shuning uchun bu yerda bizniki intayin muhim qaraydigan narsamiz u ishning ahli bo'lgan odammi emasmi? Buning ahamiyat berishimiz, u ishni qila olamdi, qilamamdi. Hozir masalan yoshlarning ichida dunyoda minglagan, 10 minglagan Uyg'urlarning ichida, yoshlarning ichida nurg'un siyosat bildigan, xalqaro munosabatni bildigan, iqtisodni bildigan nurg'un odamlar bor. Nurg'un yoshlar bor. Shunday odamlar o'tirib chiqish lozim. Chiqib bu ishni qo'lga olib, shular o'zi bu ishni texmbek taraqqiy qildirgan, texmbek o'zi yüksek o'ringa ko'taradigan bunday holatni shakllantirishimiz lozim. Bu ish kimning qo'lida? Jamoatning qo'lida yani. Jamoat bu ishning o'ziga qat'iy o'zi qo'l selish lozim. Har qanday sohada besim ishlatish lozim. Uningdan keyin o'z tashkilotga uni saylab bo'lgandan keyin uni iqtisodiy jihatdan, har jihatdan ta'minlaydigan ishqa jamoat o'zi kepil bo'lish lozim bu yerda. 5 tanga, 10 tangadan berib uning o'zini, yani keyin o'zi hisobini olsa, u vaqtda to'g'ri bo'ldi yani. Endi biz o'tgan darslerimizdan ko'pinchasida o'sha ishning to'g'ri bo'lganligi nima bilan belgilandi yoki alomat qanday bo'ldi degan shakldagi savollarning natijasida qilingan ishninki yaxshi oqibatga, yaxshi natijaga chiqqan vaqtning o'zida shu ish maqbul bo'lgan, to'g'ri bo'lgan, ishni to'g'ri qilganligini, alomat bo'lganligini ifodalab keldik-da. Yani bizim bu anneannemin din düşüncelerimizde innemel amel bir niyet deb amellerinin makbul oluşu niyetke bağlayak deyilgan bir düşünce bilen kelip niyetne birinci orun koydu. Bu çağda hem de salahiyet ilgisinin niyeti, benim niyetim pek yaxşı iti demeklik bilen salahiyet o ölçüsünü çıkaraydigan bir narsa bo'ladimi yoki mishata niyatning roli nima bo'ladi endi? Salohiyat. U niyat deganni mana shu vaqtda bir quruq orzu xolos. Menma kecha o'ylab butun dunyoni necha ishg'ol qilib, Uyg'ur imperiyasi qurib, shunday tushun ko'rib ketim odatda. Unda quruq niyatlar bilan ish amalga oshirgan ish bo'lsa, Uyg'urlar ming qatim mustaqil bo'ldi. Bu yerga narsa nima degan vaqtda u niyat emas, o adamning niyati andaq deya olmaydi. Men niyatimni mandaq qilmoqchi edim. U niyat emas, amaliyat shu ishni qila olammi, qilamanmi. U o'ziniki, ama Yevropada proyekti deydi-ku, plan. O bir adam bir ishni qilmoqchi, bir narsa saylanmoqchi bo'lsa, u adam o'ziniki planini o'tirib qo'yish lozim. Agar men shu iqtisodning ishiga saylanib qo'yib qolsam, bu iqtisodni mandaq to'playman, mandaq yoki ishiltim bu ishiltish orqali bu ishni mandaq o'zi taraqqiy qildirmi degan qarta o'ziniki maxsus plani bo'lishi lozim. Siyosatga saylangan inson, saylanmoqchi bo'lgan inson bo'lsa-mu, men agar bu ishning o'zini qo'limga olgan vaqtda mandaq ishlarni qilish orqali buni texmbek yuksak o'ringa chiqima. Millatning davosini texmbek o'zi yuksak o'ringa chiqib, mandaq o'zi holatga yetkazma degan maxsus plan bo'lishi lozim. O planni shu jamoatning o'rtasida aslida o'zim shu g'arb davlatlarga o'xshash bir qancha oy yoki burundan tortib shu planlarni o'rtaga qo'yib millatga tushundirish lozim aslida. O bizda shu saylan bo'lgan kuni shu yerda 4 eg'iz gapni qildi.
Bu mu to'g'ri emas aslida? Shu burun, bir 2 oy burun tortib, shu planning o'zini o'ttirib qo'yib, men agar o'sha tashkilotning beshiga kelsam, reis bo'lsam, men mandaq ishni qilaman. Yelbesimi, men kelsam mandaq ishni qilaman. Qo'ldan keldigan ishni amaliy yezish kerak bo'ladi. Yani saylam demeylik aslında tallaş buludu da. Tallaş, dehqoncha aytgan chig'imizda saylidoq degan gap, tallidoq degan gap bilan yaqin keladi hamda Albatta. Nimasiga qarta. Hamda qanday tallaydi desa, ashni ko'rib, maltlab, oldiga tekshirib, undan keyin tallaydi-ku, shunga o'xshaydi. Sandiqning ichida bor, meni tallasan qilaman degan shakldagi ba'zan quruq va'dalar bilan mansabda o'tirib, undan keyin quruq to'xtak katakdan chiqmaydigan ahvollarmi bek ig'irda. Albatta. Mishada hamda sadoqat degan bir narsani qo'llandi. Salohiyatga nisbatan sadoqat deb. Ham bu sadoqatni shu to'plum, shu jamoat yoki shu plan qilib ketayotgan guruhning manfaatini asos qilgan sadoqat bo'lamdi. Yoki ash tayinlanmoqchi bo'lgan ishning o'tisidan chiqadiganga bo'lgan sadoqatni ko'rsatamdi. Ishqi bo'lgan sadoqatni ko'rsatib qo'yadi. Bu bir odam masalan ishning beshiga kelgan bo'lsa, u ishda hech qanday o'zining manfaati, o'zining yuz obro'yi, hech qanday narsani maqsad qilmasdan ash ishni qanday qilganda men ashini o'zini amalga oshira olayman deb ash ishni amalga oshirish jarayonidagi bo'lgan sadoqatni ko'rsatdi. Masalan, biz g'arb boy deganga o'xshash g'arb davlatlarda yashayotgan uzun bo'ldi. Bu yerda odatda bir iskilotda ishlasakmi, iskilotning o'zida men bu yerda pul evatıman. Soatim masalan 150 kurun shu biz ishlagan vaqt 150 kurun alatdik soatimizga. Ya'ni shu vaqt 30 dollarga to'g'ri keladi. 150 kurun evatıman. Men shu 150 kurunga loyiq ishlashim kerak deb ashada shunday sadoqat bilan ishlaydi haqchi. Bizda yo'q degan vaqtda ama 150 kurun berdi menga, ammo o'sha kip ketsamni bo'ldi. Bundaq bo'ylig'i bormi? Degandek mandaq o'z narsada ishlaydigan odam jiq. Bu musulmonlarning orasida. Shuning uchun bu yerlik narsa nima degan vaqtda millat uningga bir omonat bergandikin, qanday men mush omonatning o'zini o'disini chiqaman. Qanday buni manzilga yetkazaman. Deganning o'zida o'zining yuz obro'yi va kaza hech qanday manfaati, hech qanday narsani asos qilmasligi lozim. Ya'ni bu tashkilotning beshiga kelgan odam osh qolamanmi? Yalıngaş qalamanmi? Xalqning gapini anglab qalamanmi emas? Qanday men bu ishning o'zini o'disini chiqaman, qanday texnik o'zi yuksak bir o'ringa akala olayim bu ishning o'zini degan sohada o'zining sadoqatini bildirish lozim. Yani ishqi bo'lgan sadoqatni bunda qilish lozim yani. Uni hech narsani umid kutmagan asosda ishni qanday shu o'ringa yetkazish ki bo'lgan sadoqatni bo'lish lozim. U yerda o'ziniki manfaati bo'lgan sadoqat, yoki bo'lmasa o'ziniki yuz obro'y bo'lgan sadoqat bo'lib qolsa, u ish tamoman mag'lub bo'ldi degan gap. Yani şu salohiyat egilerini o'zining urug' tuqqanlari, yurt birodarlarining ishidan avval tanlash degan qoida bormi? Unda qoida yo'q. Men bu topda gap qilgan vaqtimda endi mana Turg'unojimniki yaxshi bir og'aynimizda shuning gapiga chiqib qolgan bo'ldi. U meni shayolig'im bir shayodan endi biz. Men agar shu tanlash endi o'z yurtimdagilar yurtvozlik qilib aynan tanlash qilib qolsa, voy Turg'unojim bo'ldi desam bo'ldi-chi. Bu yerda men demadim mashinaning o'zini. Nima uchun degan vaqtida bu millatning ishi ilgari bosish kerak. Sharq Turkistonlik bo'lsa, zodi o kim bo'lishdan qat'iy nazar, mayli Xotandan bo'lan, mayli Qashqardan bo'lan, mayli G'o'lji O'rimchidan yashayan bo'lan, nerdan bo'lsin, ashning salohiyatlik, ashning o'disini chiqa oladigan bir inson bo'lsa, bo'ldi. Meniki nazarimdagi narsa bu. Har bir Uyg'ur, shu meni tuqqunimda yoki meniki yurtligimda, yoki bizning tonishimizda, yoki bizniki do'stimizda demasdan, bu yerki narsani eng yuzsizlik bilan shu faqat ashning beshiga to'g'ri odam chiqish kerak deganni asos qilgan holda o'ziniki do'sti bo'lamdi, tuqquni bo'lamdi, kim bo'lishini qat'iy nazar
u o'zi u ahamiyatli emas. U hech qanday rol o'ynamaslik lozim. Uniki shu eng to'g'ri odam, shu qila oladigan odamniki chiqishiga millat bosh qatirish lozim. Mana bu shu vaqtning o'zida u o'zining tashkilotiga samimiy bo'lgan bo'ldi, o'ziniki mustaqilligiga, kelajakka samimiy bo'lgan bo'ldi. Agar undaq bo'lmasa, u vaqtda bizniki savag'dashdi, shu 100 xotir buni 100 kelolmayman bunga ovoz vermasam yoki degandek qilib yoki bizniki bir jutliq mush bo'lish kerak degan bundaq narsa qolsa, u ish tugadi degan gap u vaqtda. Endi bu g'arib ta'sirotlardan mening xuloslagan narsamdan biz shuki, shu tomg'imni qaqadigan odamning kelishkisi bor ekan deb işte qo'ygandim. Hamma ishda siz degandek işte sertifikat talab qildi ekan bular. O sertifikat degan guvohnoma yoki shuni tasdiqlagan bir qog'ozdan keyin unda oson bermaydi ekanda, ana shu salohiyatni, shu iqtidorni o'rganib bo'lgan odamga berdi ekan. Bu o'tganni bek ching tutadi ekan. İmtihon oladigan odam yolg'iz imtihon oladi, masalan, mana shu shofirlik imtihonidimi? Mashina chiqib cho'kilib, birer soat cho'kilib keldi. Shu oraliqda u odam bilan birer chamdan pulni qo'ysimi oldiga ko'z qirini solmay, hatto shu fosh qilib uni manda ko'ratamsan meni degan shaklda xapulab turib, shu ishni qilasa beriladigan uni o'tding deydi ekan, bo'lmasa o'tolmaydi. Yo'q, men sana bermayman, sana nima to'shmabdi daha. Yeterli emas deb rad qiladi ekanda, shu shunda ching tutganligi uchun aslida aytgandek bag'azmat mening kinishgan bor sahada men o'qigan yoki o'rgangan degan narsani ko'rsatsa, shu e'tirof qildi ekan. Ya'ni sistema o kadar mukammal, yani chinkanda avvaldan bir yo'chiq chiqib ketgan bo'lsa, avvaldan bir yo'chiq chiqatdi. To'g'ri. Ashta yo'chiqning hammani aytgan kim bo'lar? To'g'ri. Chunki aqib natija e'tibori bilan ishning oqibatidan xayriyat chiqmaydi ekanda. To'g'ri. Biz mana ilgirki darsda bizlarga natija ishning yaxshi bo'lganligi, shu ishningki g'alaba erishganligi bilan tushuntirildi. Shunaqa? To'g'ri. Undaqda bugungi salohiyatda, masalan, bizning qilmoqchi bo'lgan ishimiz vatan mustaqilligi. Endi bizning shu siyosiy sohadan boshlab inqilob sohalarigacha asosan o'qish imkoniyatimiz yo'q. Chunki mustaqillik ma'rifi degan bir narsa yo'q dunyoda. Bütün devletler, hakimiyetler birbirisi bilan hamkorlik, ittifoqlik o'rnatgan, bir-birisining chapini ko'taradigan bunda bir holat bo'lganligi uchun mustaqillik ma'rifi degan bir narsani o'zimiz qurib yetildirmasak, o'zimiz tirishchilik bilan maydonga chiqamsak, ya'ni boshqa yerda yo'q. Masalan, Turkiyada evvelen Türkiye'de qarindosh o'pi deymiz. Ishni turkcha o'rganimizda. PKK'da o'rganmaymiz. Chunki PKK'ni tugib olsak bosh chapan kiyib qolamiz deb qolamiz. Aslida PKK ya'ni kurdlar mustaqil davlat qurman deyotgan bo'lganligi uchun asli o'rganadigan narsa uningda. Ammo biz uning qishiga borsak, turklardan yiroqlashib ketamiz. Ham turklar bir narsa o'rganamiz deymiz. Ben bu chet eldagi 70 yillik lobbichilik ishlariniki dastlabki urug'ining Turkiyada qurilganligini, paydo bo'lganligini. Lekin dunyoning boshqa yerga ashyadan taqilganligini his qildim. Taqib bo'lgandan keyinmi bag'onligi yerida turklar yana bir qo'limizda tutadi ekan yoki shuni peshiq biz eslab oldik ekanmiz. Ya'ni turklar asta qilib ma'ni ekanmiz-ku. Ulama bek ish qilamiz-mi, cho'ng ish qilib beramiz-mi? Boshqalardan yaxshiroq bo'ldi ekan. Sen issiqqa biraz boshqalardan o'ziroq bo'ldi ekan. To'g'ri. Ammo bir masala hamda turklarning hech qanday bir faoliyat, inqilob harakatlari mustaqil davlat qurish g'arzidagi maqsad muddao bilan programmalanmagan. Balki mavjud hokimiyat ichidagi buzuq sistemalarga qarshi operatsiya olib boradigan, davolaydigan, kimini to'liqlab o'zini kesadigan mandaq bir nima degan ichidan chiqolmaydi-ku ular. To'g'ri.
Aşta bo'lg'achqa biz bu yerda o'ldi o'rgangan narsani o'z beti ijro qilish orqali boradigan natijamiz nima bo'ladi desa, shu Junxo birligining taraqqiyoti bo'ladi endi. Doğru. Shu mush jihatda biz siyosiy qirdoshlar bilan chiqib teshib ketdik. Bizda mustaqillik ma'rifi yo'q. Hatto ba'zan shu doktorlarga sizning endi kinishkina nima qilibsizlar? Abdulaziz birodar o'tirg'ilab kirib qoldi. Kinishkina opsizlarda amma sizning kinishga shu mustaqillik ma'rifidan kelmaganga e'tirof qilmayman degan gap qildim. Masalan, ashuni bunda rad qildim men. Shu yani darvaqa biz qilmoqchi bo'lgan ish bilan biz paydo qilgan salohiyat ko'tarib yurgan kinishkining orasida musobaqa o'tirib birda hamma farq bor. Buni farqlantirishimiz kerak. Siyoset sahasini shunda deb ben kuzatishim mushundada. Shuning uchun aslidagi nimaga qaytsak, mazmunni dastlab boshlagan yerga. Bundaqda bizda mustaqillik ma'rifiga aloqador ya mustaqillik ma'rifidan kelgan bir ma'rif idorasidan kelgan bir kinishki bo'lgan ya bo'lmaganligi uchun qo'limizda kinishki yo'q bir inqilobchi bo'lamizda biz. Bu holatda bizni isbotlaydigan narsa biz qilgan ish bo'lish kerak deyishga bo'ladi. Ya'ni natija bizning salohiyat kinishkimiz. Albatta. Chunki u bizniki qilayotgan ishimiz, u ishimizniki o'zini qanday qilayotganligimizni, nima uchun qilayotganligimizni ifodalaydigan bir isbot bo'ldi. Qur'onning o'zidami Sura Baqaraning 5-da ulayk ala hudan min rabbihim va ulaykumul muflihun degan jumlani nim qavaqda ash va ulaykumul muflihun oxirgi nijotga erishishning o'zi u insonlarning to'g'ri yo'lda manganligining isboti qilib ko'rsatgan Alloh taolo. Demak bu yerdagi narsa nima desa, tashkilotlarimizniki qo'lga keltirgan netinchisi, agar netinchini bir yaxshi netinchini qo'lga keltirgan bo'lsa, tashkilotlarimiz to'g'ri yo'lda manganligining isboti bo'ldi degan gap. Agar u millatga bir to'g'ri netinchini qo'lga keltirolmay qilgan bo'lsa, demakki u yerda o salohiyatsiz insonlar to'g'ri yo'lda salohiyatli bo'lsa-mu, to'g'ri yo'lda ma'mug'an bundaq o'zi yo'l to'g'ri bo'lmagan bundaq bir inson bo'lib chiqadi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda, bayatniki mana bu nimaning ichiga sadoqatni qo'shib qo'yishimizdagi maqsad nima degan vaqtda, salohiyat yolg'iz kifoya qilmaydi. Nurg'un siyosatchilar bor. O bo'lishni yolg'iz kifoya qilmaydi. Siyosatchi bo'lishning sirtida shu ishni zor qanday qilsam boshqa chiqmaydigan bir samimiyat bo'lish kerak bu odamda. Nurg'un siyosatchilar bor dunyoda. Masalan, o'z vaqtida Turkiyada Mustafa Kemaldan boshqa siyosatchi yo'qmidi? Bati nurg'un general bo'lgan Mustafa Kemal shu vaqtda general emasga odatda. Bir polkovnik o'xshash shunday bir odamga. Aş adam keyin aş ishni boshqa chiqdi. Nima uchun degan vaqtda u boshqa generallarning o'zidimi Mustafa Kemalda bo'lgan iqtidor yoki samimiyat bo'lmagan gap. Bo'lmagandan keyin u yerda Mustafa Kemal keyin u ishni boshqa chiqdi. Shuning bilan xalq uni nim qildi. Masala bu, ya'ni o'zi bir odamniki o'qigan samimiy shu ishning o'zini qila olgan inson nima shu ish qilsa samimiyati bormi yo'qmi? Yurugini zodi o'zini atganmi, atmaganmi? Masalan, o'tgan dunyo Uyg'ur qurultayiniki nemisda shu nimaniki Tibetniki surgun hukumatiga rais bo'lgan Lobsan Sangay degan odam keldi. Ash odam shu Amerikadagi bir nima Harvard universitetida, shu universitetda o'zi muallimlik qilgan odam keldi. Aş tashkilotniki 5-ga kelgan vaqtda, shu surgun hukumatning 5-ga kelgan vaqtda, rais bo'lib kelgan vaqtda shu o'zining ishini tamoman tashlab shu ishga chiqibdi. Ham ash ladaqmi, naki ash bir yerda bir ash eski jugulni kiyib shu so'g'aqda 20-30 40 gradus so'g'aqda ash yerda shu jugan rasmlar bor, ashni ko'rsatdi-da. U millatning xizmatini qilish faqat issiq uyda choyni oldimizga damlab qo'yish bilan bo'lgan ish emas. Nurg'un yerda jafoni tortimiz, nurg'un yerda o'zi til haqorat ma'noyimiz misolda nurg'un yerda ishni qanday qilsam bo'ladi deb charchab ketimiz. Mushunda o'z nurg'un ishlar beshimizga keldi. Mush ishlarning hammasi degan vaqtda
Samimilik öyle şu işning o'ziga zat boshqa turib, bu ishni qanday boshqa chiqma deb o'zini shu ishga shu muddatning ichida mayli 3 yil bo'lamdi, 5 yil bo'lamdi deb saylandi. Sayılgan muddatning ichida zat o'zini shu ishga atab turib xizmat qila oladigan odam bo'lish lozim. Agar undaq bo'lmasa, 3 yil men qilay shu xalqning orasida bundaq bir nomim qolib qolsa bo'ldi desa, undaq odamning hech bir keragi yo'q bizga. Bayatnalık netice itibarı bilen, iş netice itibarı bilen güzel şekildeki ifadeler bulandı. Sizce hem de biz hazır kadar siyasi temalarda ekran yüzde bizim değişmeyken hem de hazır değişip kalıtımız. Sizce Uygurlarning diasporadagi chet ellardagi siyosiy harakatlari 70 yillik mobaynida taraqqiy qilyaptimi? Bir izda to'xtab qoldimi yoki chekinishdimi? Endi 70 yilning ichida o chekingan bir zamonlar bo'ldi. Nima qilsizlar? Masalan, o'z vaqtida hattoki hokimiyat bilan ko'rishadigan ashundaq salohiyat kim ega bo'lgan bir zamonlar o'tdi. Masalan, 45, 44, 45, 46 yillarning o'zida shu Ushulay inqilobi deymiz, Sharq Turkiston inqilobi bo'lgan vaqtda hattoki Go'mindon hokimiyati bilan ko'rishib hokazo qildigan ashundaq bir salohiyat kim ega bo'ldi. Onu tamamen kaçırıp koyuqluq. Onundan keyin Uygurlar undaq hökumətniki birinchisi emas, birinchi qo'l emas, 10-chi yo 20-chi qo'l odam bilan ko'rish salohiyatiga ega bo'lamidi. Shundaq oxirga chekinib ketdik. Ham mayaqintinchi degan vaqtda shu bir qancha yil bo'ldi desak bo'ldi. Hozir shu 10 yil atrofida bo'lgan bo'lishi mumkin. Birleşken Devlet Teşkilatı'na kirdiğen, Avrupa Parlamentoga ve başka devletlerindeki parlament azaları ya parlament sözleydiğen şundaq işler buluvatdı emdi. Her halde bunun 25-30 yıl burunqıdan biraz emdi xalqaralaşkan seviyeye bir yetkendek şundaq his qildim men qarashimcha. Lekin bu yeterlik emas. Ama bu acayip bir yerga chiqadi degan bir ish yo'q. Yani bundan yüksek o'ringa chiqish kerak. Bunun yüksek o'ringa chiqish uchun boy degan o'sha kasbiy siyosatchi bo'lsa yaxshi bo'ladi. Undan keyin millat bu ishga ega chiqish kerak. Davomli deydiganimiz shu, millat bu ishga ega chiqish kerak. Ega chiqish uchun nima degan vaqtda oldi keyinda gap qilish emas. Uni iqtisodiy jihatdan ta'minlash kerak. Iqtisodiy jismoniy jihatdan har xil o'zi namoyish qo'shish ishlar bo'ladi, nurg'ulg'an ishlar bo'ldi. Masalan, u yer bu yer ma'no ishlar bo'ldi. Bundaq ishlarning o'zini vaqt turish kerak. Hatto vaqti kelsa, tümötezehe ko'tarilgan shunday bir zaman kelsimi, osh zamonim tayyor holatda bundaq o'zi bo'lish kerak Uyg'urlar. Vatanni mustaqil qilamiz degan bir gap bor bu yerda. O mustaqil qilishning o'zi duotak bir bilan ya amtaxu ma'ni manda qilib bersan oldi deb g'arb davlatlari kashdi uni iltijo qilib turish yo'llar o'zi bo'lmaydi. Bir zamonda kelishi mumkin oldimizga. Kelgan vaqtda biz hattoki men 56 yaşımda hazır 70 yaş kirsem çatığım yok zaten. Açtaq yerga oturup chiqib qolsa zodi mangama. Vatanning tog' daryolarida o'lib ketsak, o'sha vatanning qushlari yeb ketsimi, bu bizga bir rohat misolda. O'ligimizni. Bu holatda turishimiz lozim yani. Mana aytgan vaqtda. Biz undaq bir holatda turmay turib, bir tarafdan tashkilotni oldi keyinda gap qilishning o'zi bir xatarlik, yani xato bir ish. Ikkinchi bir tarafdan o tashkilotniki turib o tashkilotning o'zini to'g'ri yo'lga, yani majburlashning o'zi bu nihoyat yaxshi bir ishdir. Kim bildi bir zamonda endi hozir dunyoniki planlar qayerga ketyapti bilmaymiz. Bir zamonda ashunday bir odam kerak bo'lib qolgan zaman bo'lsa, qanday qilamiz degan vaqtda, men palon yoshga keldim, o'ltirib demdik. Aman bir kun o'limiz-ku. Angırtbeyt'in kadersiz ölgüçülük berip şu vatanniki tağ daryolarning qirlarida yetişip ölüp ketsek ming aza yaxshi da. U albatta shundaq, ammo samimiy sadoqat egalaridagi yuraklarda yildizi qurib qolmay turayotgan umidlardan birisi shu. Endi mening ko'zishimda mandaq bir narsa bor ekan. Chet eldagi siyosiy yoki lobbichi va yoki iqtisodiy sohada bo'lsin yoki boshqa sohalarda bo'lsin, kim bo'lsin deydi. Hatto ilm sohasidagi yetishgan kishilar bo'lishidan qat'iy nazar,
o'zining burunqi kechmişi qilgan chog'da hozirgi o'rnida taraqqiy qilib manganda ko'ringan. Lekin bu yolg'iz mangmadi bu yo'lda. Elbette. Yanada bir dushman bor-ku. Dushman bilan musobaqalash mangadi ekanmiz bu yerda. Dushmanning tezligi bilan silishtirgan vaqtimizda shu bo'lsa, dushman bizdan qattiqroq ilgarilab ketayotgan. Elbette. Bu nuqtadan qaragan vaqtimizda biz yana mag'lubiyat ichida ekanmiz. Bunun ichki tashqi sabablari bor. Hamda bayatdan qiliqqa sildayotgan bizga hozirgi medialarda ko'zimizga lapang'ishib ko'rsatayotgan u quruq so'zlarninki bu bizning iqtidorimizning eshib ketganligidan bo'lgan narsa emas bu-chu. Balki bizning masalamizning Xitoyning oldida uning oldini to'sadigan bir juganga yoki oldida qo'yadigan bir qiyoq toshga aylantiradigan ehtiyoj tufaylidan, dunyoning ehtiyoji tufaylidan shunday o'tirib chiqarilib qilayotgan bir masala bor. Shunga ko'tarsimi paytimlarimiz yerlarda so'g'ilib qilib, ishtirlarimiz chiqib qoladi debdi. Elbette. Shunday ahvol bo'ladi. Demak, bizda ilgiriki kechmishimizdan hozirgi ahvolimiz solishtirgan vaqtimizda biz vaziyatning talab taqozosidan juq uzoqda. Her sohada. Doğru. Bunun nurg'un sabablari va uning yana ayrim temalarga kiramiz. Bugun amonat salohiyat masalalarida amonat deyilgan narsaning ustiga salohiyat elinayranlari bilan va yoki salohiyat xususiyatlari bilan va yoki salohiyatning zaten haqiqati bilan deyli. Chiqib amonatni topshirib olgandan keyin bu amonatni o'zining atrofi, o'zining qo'llovchilari qatorliqlar ichida shuni manfaatlantiradigan, shuni qo'riydigan bir narsaga aylantirib bilish bu chog'da nima deyiladi? Bu amanet xiyonat hesaplandı. Xiyonat hesaplandı. Asla o'z amonatni joyida ishlatgan bo'lmaydi vaqtida. Yani mush amonat xiyonat bo'lganlik masalasida mana bu burunqi programmalarimizda haqiqatni so'zlaydigan qarindoshlarimizdan ba'zisidan so'g'al vaqtlarimizda shu narsa o'tirib chiqdiki, shuningda shu chaqdagi programmada xulosaldik biz. Ya'ni bugun qarasak, siyosiy sohadagi tashkilot, jamiyat qatorliqlarimiz var. O jamiyatni, tashkilotni va yoki bir guruhlarni quradigan joyda hammasi vatan millat uchun butun Sharq Turkistonliklarning nomiga shunami ya? Salohiyatiga yamishmisiga deb turib qurdi ekan, manfaatiga deb turib. Ama qurib olgandan keyin o'zining tashkilot chembiriga kirim qilishda, ham hozir shundoq. Bir yer borsa kirim qilishda, kirim desak, yanchiqib kelgan pullam emas. O moddiy, ma'naviy hamma taraflari. Hatto men paloniyaning o'jisi, Staniyaning boshqini deb baqsimi, o paloniya degan yerning keyingi esilgan veviskada Sharq Turkiston, Uyg'ur degan bizning o'rtaq qadriyatlarimiz, hammalarga o'rtaq bo'lgan oyi tuzli ko'k bayroqlarimiz bo'lgan ekan, hammalarning haqqi bor shu yerda. Yani aşının salohiyatidan berib, hatta 1 kilo go'shtni 1 euro a'zo ilishdan iborat oddiy bir masalagacha yuqorisi o'zining shaxsiy yoki boshqa jihatlardan foydalansin. Nega bo'lsa, osh salohiyatlan bordi-da. Bu salohiyatga loyiq xususiyat yoki sadoqat bilan turyotamdi desak, men mening kuzishimda bu qarindoshlarimiz jiq gaplatishida qoldi. Haqni so'zlagan insonlarni teshik chet qoqdi, har xil gaplarni qildi. Bu bizning mag'lubiyatlarimizga sabab bo'lgan omillardan biri. Xiyonat davom qilyotdi hali ham, lekin buningga yaxshin chiqadigan millat o'tirdi yo'q. Biz haqiqatni so'zlab, manda bo'ladi desak, biz bitnicha yamchi ataldik. Shunday olsun yani davatımız, sözlavatımız, tik turvatımız, yalğız qalsaq çın turumuz deb adak kadar. İlgari aşnaq biraz murassachilik qilgan zamonlarimizda ma'lum mezgil o'tgandan keyin shu chaqda to'g'ri debdikanlar, nemish chın turmaganlar degan qarindoshlarimizning bo'lgan. Yani o chın tursaq shu chaqdagi ba'zan
o'ttirdiki salasülçü bilan chiqadigan ziddiyatlarni oldini olish va biraz yo'l qo'yib, bo'libdi biraz mangandan keyin yana qaytish. Tushunib qola degan shakldagi savriyatlarimizning qadrini uqmoqlik. Doğru. Endi shu sabab tufaylidan men keyingi hayotim dedimki qat'iy turay dedim. Men murassachi bo'lmaydigan bo'ldim shu. Deyishga dedan bo'ldim. Shunga hozir mush munosabat bilan men omonatga aloqador bütün vatan millatning nomini o'rtaq qo'llanib tashkilot, jamiyat, yamjim qurib olgan, Qarixon yamjim deb ichib olganlar o'zining viviskasiga qo'yib o'qib boqsin. Agar Sharq Turkiston, Uyg'ur, ayol tuzluq, ko'k bayroq, vatan millat dedigan hammalarga o'rtaq bo'lgan nom narsalarni, ya'ni moddiy ma'naviy qadriyatlarimizni o'rtaq ishlatayotgan bo'lsanglar, sizlar shu o'rtaq ishlatayotgan narsadan kirgan kirimlarda shu o'rtaq hammalarning haqqi bor qarindoshlar. Ashta deyish bo'ladimi? Bo'ldi. Albatta. Aql egisi. Tafsili o'ynashimiz kerak hammalar. Hammalarning haqqi bor. Hozir bir misol Gollandiyada misol jamoat yani setib oldik. Setib olgan chog'da hatto dastlab yani ijara oldigandan tortib bir şey deyishib keldik. Vatan millatning nomida dedik. Ammo ya ilinib bo'lgandan keyin ajr qildik. Sizlar bizni ish qilgan chog'da sizlar nima deytinglar deydigan nurg'un dastonlari bor hamda. Biz ishning beshida ham qolsak, shart qilmagandan keyin boshqa sabablarimiz borda. Biz qilmadik deydi, ma'qul. Ammo bu nimaga o'xshaydi desa, bo'zya oshqoyaga o'xshaydi ekan. Vatanda tarimning va balning yaqinning to'ylarida ketmayni chekib va burun tashlandiq yerda. Men bu yerni ko'kartib, gullantirdim. Bu yer meni degan dehon bilan hozir shu yo'q yerdan biz paydo qildik, jabr tortdik, butun ajrini qo'yibmizni badanni biz to'ladik. Bu yer bizning chiqqan yo'qqa tushima degan kishining hech farqi yo'q ekan. Evet. Endi shunda deb turib, shular hamda mayli o'zining urug' tuqqanlari, mayli do'st-yoralari, mayli farzandlarini asos qiladigan bir guruhga bir yerga aylantirib deb, shani bir ochiqqa o'tqalab, qozonni qaynatayotgan, umoch etayotgan, taqtayotgan bo'lsa-mu, mayli urug', mayli semiz qanday kishi. Endi shu yerda butun Sharq Turkistonliklarning haqqi bor ekan, uni bermay o'zining guruhlarining ichida sarf qilayotganlar bo'lsa, bular xiyonatchi ekan zaten. Elbette. Hiç ikkilenmeydi. Xiyonatchining eng cho'ng ekan bugun. Shu. Shunga men uzun bo'lib ketdim shu nurg'un narsalar nimalarga qatnashmadim. Sababi bizda hozir kichik ko'lchaklarga aylanib qoldik. Hammaga deydi, men vatanni tamsil qilaman deydi. Yo'q. Men Gollandiyada yashayotganim 15 yil oldi. Bir tal mixasak, bir tal sarangiga qilib olsak, yoki bir tal piyola yo chaynak degandek, yo katta bir tal sapa, qo'ltiq degan narsani olsakmi, u ekirmoqchi bo'lgan ishlarimiz, qo'ymoqchi bo'lgan yerlarimiz, yotmoqchi bo'lgan yerimizni tartib odam zig'ichi deydi, shu 30 kerak ekan. Odam zig'ichi bo'lgan butun munosabatli narsalarning hammasi standartlashib bo'lgan ekan. Ya birsi ham birisining buchiga taqishib qolmaydi ekan. Doğru. İnqilab mana musholat kemmigichilik oldin bo'lmaydi ekan. Mening oxirgi xulosam-chi bu. Doğru. Shunga hozir hammadan vatan millatning nomidan vijdon falan mema talay zamonlar so'zlagan, bir qo'pmamsa, yotamsa falan deb shu hech bo'lmasa insoniy burchimiz, milliy burchimiz, diniy burchimiz deydim. Endi bu burchimiz deb turib, o insonlarning vijdoni xitob aytgan qurashtirilgan programmalarning manfaati kimga bo'ladi desa, shu ishni tashkil qilgan, tashkillagan tashkilot oladi ekan buning foydasini. Bu shuning issiqida jon boqadi ekan. Endi omonat salohiyat egalarini boqadigan yer bo'lamdi degan bir savol tushdi bu yerda. Doğru. Mush bunday bo'lsa to'g'ri bo'lamdi. To'g'ri bo'lmaydi. Bu bayatın degan gapniki ham ta'tir tarafini hozir o'tirib qo'ysak, misolda millat o'zining qo'lidagi bor omonatning o'zini uning salohiyatli insonga tutqizish, bu millat o'zi omonatga sahib chiqqanlik bo'ldi. Agar uni to'g'ri o'ringa, to'g'ri insonga tutqazmagan vaqtda omonatga xiyonat qilgan bo'ldi. Misolda
Amanat xiyonat qilganlik deganda hamda cho'ng tarafdan aytsak vatanniki masalasi kelgancha xoinlik qilgan bo'ldi degan ma'no chiqadi. Hamda uni olgan insonlarchi, misol, salohiyatli insonlar erish kerak uni birinchi. Salohiyatli insonlar oldi degan taqdirda uningda sadoqat bo'lish kerak. Agar o sadoqat bo'lmay, u ishning o'zining jon beqish dasmis qilib olsa, yoki bo'lmaydi xalqning oldida yuzobro'y topadigan bir narsaga aylantirib olgan bo'lsa, ya'ni o'ziniki manfaatiga o'zi ishlatib olgan bo'lsa, u odam nima qilgan bo'ldi desa, shu vaqtda bu omonatga xiyonat qilgan bo'ldi bu odam. Ve rivayet oldigan ve izatu mina xona dedigan. Omonat qo'yilsa, omonatga o'zi xiyonat qiladi dedigan. Qur'onda balki Yahudlar haqida bir oyatlar bor. Ularga bir dinarni bersangmi, agar o'zi beshit turib, ashning o'zini evomichilik, ular uni xiyonat qiladi dedigan, bermaydi uni, bermay xiyonat qildi degan bir o'zi oyat oldigan. Demak, bu nimani bildirdi desa, o omonatni qo'liga olgan odam bir o'zi mana u muhtasham 100 yilning o'zida deydi, balki İbrahimga vezirlikni bergan vaqtda sen o'tdan o'zi bir to'n kiygan bo'lding deydi-ku. Agar sen to'g'ri ma'nosang bu seni yoqidi deydi. Demak, bu yerdagi narsa nima degan vaqtda omonat bir o'tga o'xshash narsa. Agar uning o'zini to'g'ri ishiltib, millatniki, vatanning davosi uchun to'g'ri ep mangan vaqtida u o'zi to'g'ri netinchi berdi. U odamni hamma odam bu odam to'g'ri ishlatdi deydi. Ham Alloh rozi bo'ldi, ham insonlar rozi bo'ldi bu yerda. Agar o odam to'g'ri ishlatmay, o'z manfaati uchun, o'z inovati uchun ishlatgan bo'lsa, u vaqtda omonat xiyonat qilgan bo'ldi. U vatan millatga xoinlik qilgan bo'ldi mana shu vaqtda. U vatan millatning masalasida hech bir zaman yuz xotir qilish bo'lmaydi. Uni da o'zi yuz xotir qilib, ma odamning o'zi meni vaqtincha saylanib qolsin. Ma'u. Bu qo'ldan kelganini qilib boqsin deydigan bunday narsa emas bu. Asla. Onunki salohiyatlik inson chiqishi zodi Paris bir narsa. Ondaqda ikkinchi birisi onunga zodi salohiyatli inson chiqqan vaqtimi samimiy yana onunga sadoqati va inson bo'lish lozimki, uni sodiqligi bilan hech bir zaman uni xiyonat qilmagan asosda o'zini shuni atgan holatda ishlaydigan bunday inson bo'lish kerak. Mana shu vaqtning o'zida bu ish qanday bo'ldi desa, manfaatga ma'noda degan, vatan millatniki manfaati uchun ma'noda degan gap. Ben bayarlardan şunu düşündüm ki ondaqda sadakat salohiyatning ichidagi bir tarkibkan. Salohiyatning o'zini shu vujudga chiqarish uchun turtki bo'lgan narsa sadoqat bo'ldi. Bu qo'shbislik bo'ldi ekan, ham ishga bo'lgan sadoqat, hem natijaga bo'lgan sadoqat bo'lish kerak ekan bu ikki taraf bo'lish kerak ekan sadoqatni. To'g'ri. Bu asli bek çoğun amanatni ayırım, salohiyatni ayırım degidek derecede murakkab bir tema asli. Hozir 2 soat bo'lib qopti. Zörür bo'lgan boshqa savollarmi? Bak qarindashimiz nima mikrofonni ocholmay qilib ketdi. WhatsApp audio. Assalomu alaykum. Bek bo'z ketdinglar bizni tashlab qo'yib. Bu telefondan chiqyapti-da, sizlar anglatamsizlar, nima ustoz anglatamsizga? Anlatdı avazı. Ha? Anlatdı. Ha, yakıp bakana kadar. Benim hayatımda sen kanına alırken sorular Ha, soran var. Avaz bomba avaz. Bek karşı şirket. AK Parti'nin Ha. muhakkak devrim sadece. Burada imtihanın içinde salayet ilgili olduğunda ne? Hükümetin orunları alınması. Ha. Yakında. Ha, düşündüm. Ondan rağmen sen
Ben gepinglarni tushundim. Ovozinglar belki shavqinliq yoki internet yaxshi emasmi? Sizning gepinglarga qaraganda burun salohiyat asos qilgan bo'lsa, hozir muloqot asos qiladigan bo'ldi degan gapni qilyapsizlar. Shunaqmi? Sadakat başka. Ha. Şunun bilen devlette çöküş payda oldu. Tamam tushundim. İşte benim topluluğu falan var. Tamam, men shuni men so'raydi. Şunu demek. Maqsadim ovoz yaxshi emas, ma'qul. Bu qilishimiz deydi o. Türkiye misaliyle. Burun bir yerlerge hizmet qilgan ishlar olsa, salohiyat asos qilinadi. Salohiyat bilan bo'lsa, mang'atdi. Hozir salohiyat yetmay, muloqot degan bir narsa bor deydi. Ashna yani bir ko'rik vakinde işte muloqot ko'riki varken. Muloqot ko'rikida salohiyat emas, itoat, manfaat, qulluq yoki boshqa maqsadlarni asos qilgan o'tganlar oldu kinde. Şuna aşında boğanlık için mülakattan ötüp gitip salahiyeti yok insanlar işten beşik kep kılıp Türkiye keyinlik çıkını ortalık hakkında gepni kılıp vakti bir izahat vesildi. Bunun özü bu halkı Asya devletlerde asası aşını asas kılıdı. Mülakat degen emalaşetke vaqtida tonuş bilişlerini ekiliş, urug' tuqqanlarni ekiliş vazifege misalda özünü qo'llaydigan odamni o ishga salohiyat bormi yo'qmi onun qat'iy nazar shunday odamni ekilish o Osiyo davlatlarida zaten ashuni asos qiladi. Ammo g'arb davlatlarchi degan vaqtda g'arb davlatlar asosan tonish bilishmi rol o'ynaydi. Va lekin uni kasb ahli bo'lish kerak. Tonish bo'lsa-mu, uni o kasbni qila oladigan inson bo'lmasa, g'arb davlatlarda asosan salohiyatni birinchi o'rin qo'ydi. Salohiyatni birinchi o'rin qo'ydi, undan keyin uni bo'lgan samimiyat, sadoqatni ham shu nimaga nima qildi? Musha kelgandan keyin shuni loyiq ishlash. Misol bir soatda 70 kol deydi, Norvegiyadan nemizda 70 qop narsani o'zini biz palg'a tizishimiz kerak. Ashuna o'xshash bir narsa bo'ldi. Demek aşına o'xshash ishni hudisini chiqaradigan bir samimiyat, ya'ni shunday qilishim kerak. Mo'shunchalik bir narsani qilmasam, men bu kunligi soatimga 150 kron evatgan bir odam, bu to'g'ri kelmaydi. Xalqning haqqini yegan bo'laman degandek, bu xalqi xristian bo'lsa-mu, xalqning haqqini yegan bo'lim degan gap bo'lmasa-mu, men zot mushat noyevatgan odam. Men mushatki rivojlanish uchun mas'ul qo'shishim kerak. Shu vaqtda bu non davom qiladi deydigan mundaq ko'z qarash va xalqchi. Bizde undaq narsa yo'q. Undaq bo'lmagandan keyin masalan Ak Parti'niki nemizdan burun saylangan vaqtida Tayyip Erdo'g'anlar salohiyatni surishtirgan yerlar bo'lgan. 2015-da nimqa vaqtim shundaq ham salohiyatning gapi uning oldin mayndaq Tayyip Erdo'g'an uni gaplarini tanishadigan bir holat shakllanib ketgan. Ham keyingi vaqt kelgan chaqda tarafdorlarning o'zini o'tirib chiqarish besib ketganga o'xshaydi. Xuddi shuning o'xshash hozir bizniki bu teşkilatlarımızın özdümü aşındaq taraftarını o'tirib chiqarish. Salohiyati bormi yo'qmi, uni surishtirmasdan tarafdorlarning o'zini tonish bilishni asos qilish, bundaq bir narsa o'tirib chiqayotgan bir narsa bor. Va qurultaydan bor u narsa. Misolda, uning uchun qurultayda nurg'un sohada, misol mush qatibqi saylamning o'zi qo'ygan shartlar, intayin og'ir shartlarni qo'yganda o mançil işligen buluş gerek, andak buluş gerek, mandak buluş gerek. Mayık başka adam kirme degenlik gap mana vaqtida. O gapni bütün teşkilatlar qiladi. Bu intayin hata bir narsa. Uni o'zi o adam vatan millatga xiyonat qilgan bir xoinli bo'lmasa, o adamlik shu ishni qiladigan salohiyatli bo'lsa, o adam u yerga kirish kerak. Nima ish kirmaydi? Qiladigan adam sirtib qolib qolganda vaqtida, o sen mançil xizmat qilishing kerak degan undaq narsani o'tirib qo'yish nima kerak bor? Siyasetni bildiğin adam zaten o yer kirgendikin siyasetni qanday qiladi bildi o adam. İlla ki o neticeli o dünya Uyghur qurultayida ishlashga hojat yo'q. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtida masala u yerda bir guruh insonning qo'liga o'tib qolish masalasi bor bu yerdagi narsa. Shuning uchun bundaq yerga bu millat ega chiqish kerak. Millat ega chiqib bu yerdagi doirani kengaytirib tashlash kerak. Bir qism o'tirib so'qilib qolgan sepilning o'zini buzib tashlash kerak.
Shu vaqtda bu ish o'zi taraqqiy qiladi, rivojlanadi. U odamni o'z o'rnini topadigan gap. Bo'lmasa o'zi xohlaganini saylab ekan ketaverdi bu ishda. Bütün tashkilotlarda millat nihoyatda hushyor bo'lish kerak. O samimiylikning o'zini bu masalan bir odatda bir masalan Angliya Uyg'ur jamiyati bir jamiyat bo'lsa-mu, bu yerda bizning kelajagimiz bor, bolalarimiz bor bizniki. Misolda avlodlarimiz bor va jamiyatimiz bor. Bu jamiyatning taraqqiy qilishi, avlodlarimizniki birga kelishini biz nihoyat o'zga nima asosga o'rinda qo'yishimiz lozim. Bu vaqtda buni saylangan odamni shunday ishni qila olamdi. Bunun ahamiyat verişimiz lazım. Şunun için bu halkı her qanday teşkilat mali qurultaydan başlap adetlik teşkilat qilishlik halkı saylamda nayati halkı vatan milletga bo'lgan samimiylik, haqiqiy sadoqat bo'lish lozim. Shu vaqtda bu ishni vujudga chiqarib oldi. Bo'lmasa bo'lmasa yo'qqa qilgan vaqtda u biz uni qilmasak ham bo'ldi vaqtida. Qilish qana hojat qolmaydi. Bu teşkilat bilan teşkillengichilar, ya'ni jamoat yoki insonlar davlat bilan fuqarolarning munosabati xuddi ikki qo'lning chapak munosabatiga o'xshaydi ekan, ikki putga o'xshaydi ekan, ikki qo'lga o'xshaydi ekanda. Albatta. Bir put chandimsa, ham bir put mangolmaydi ekanda. İki qo'ldan chiqmasa bir chapak chiqmaydi ekanda. Shunga o'xshash. Buni ishtirdi ekan asli. İkkilis birbirinin peşine tartsa yoki meclisda ishsa, o chog'da o'tirdi, natija chiqmaydigan gap ekan. Boshqa natija chiqadi ekan, ya'ni mag'lubiyat chiqadi ekan. To'g'ri. Yani aylandırıp ekilip o'ttirda millet dedik. Hozir qadar shu millet haqida so'zladik dedik. Bu siyosiy sohada bo'lsin, inqilob sohada, boshqa sohalarda bo'lsin. Yoki adolat, haqqoniyat sadosini chiqarish masalalarida bo'lsin. Xalq nomidan deb bir so'zlar kelyapti. U shu chog'dagi ishning nimasidan xalqda uni tushungidek ong idrokning yo'qligi, samimiyet, yani şu işin cafasıga, bedeliga chidigidek samimiyetning yo'qligi, oldimizda bizga ko'langi tanlab turgan quruq ustiqonlarning aybiti yoki saxtipazligi tufaylidan bu ishlarning tuzilmagi oson bo'lmaydi ekan. Albatta. Amaliyotda ana hozir bayatdan qo'yasiz, bek muhim tema. Butun shu charchayotgan, eriyotgan, shu erib charchayotgan juvoz kalasidek talayotgan insonning juvozni to'xtab turadi deb turib deyishadigan gapda ama hozir. Nima gap bu desa, hozir vatan millatning o'rtaq qadriyatlaridan kirim qilib, o'zining tashkilot chembirida tasarruf qilishning o'zi xiyonat. Deyishadigan gapni deyish bugun qilayotgan, o'qiyotgan namozidan muhim ish hozir bizga. Bu derecede ig'irda, çünkü nurg'un ishlar mana shunday ishlardan boshlandi. To'g'ri. Endi tashkilotlar hozir qadar uni o'zini qo'llovchi insonlarsiz 4-5 odamlarning 8-10-15-20 odamlarning g'ayrat himmat qilishlari bilan bir guruhga shaklda yo'qdan barolab, paydo bo'lib, endi shu bo'ziyardan ketman chapsa, mayandan bakanlık sudan yoki gulgiyalarning hurmatidan Xudoyim yog'digan yomg'irlar bilan ashani bog'baran qiladi ekancha. Bu chog'da boshqalar bunga ter to'kmaganlar, karim yo'q deganlar yuz uvutadigan yer qoldi ekan. Shu buning bir endi degan ekan, qanday qilib bersan bo'ldi degan bir javob chiqdi, yani bir nido chiqdi. Shunga nisbatan mening o'ylaganimni deb qo'ygim keldi. Yani o zaman vatan millet namını ortak işletilen yerden çıkıp ketip biz bir teşkilat, bu teşkilatın ismi manda bir isim. Mesela Qarindaşlar Teşkilatı. Biz Qarindaş. Yoki bo'lmasa Yamjim Teşkilatı deb hammadan o'z ishiga elib oladigan isim emas. Unda bir isim emas. Shu o'zanglarga o'xshashlarni temsil qiladigan bir isim bilan o'ttirg'i chiqqanlar, viveskanlar, insanlar şu namda içip dasqınlarga yığınlar çıkılgan narsalar.
Ondan keyin shuni shu ya o'zingni o'rtoqlashinglar. Halol yo'l bu. Agar Millatni vatan vatan millat dastur nomini qilmoqmi? o'rtaq ishlatadigan bo'lsanglar, vatan millatning butun haqqi bo'lgan yerlarning ishini ichishingiz kerak. Haq ishiltiman desa berishingiz kerak. Qoida rasmiyatlar bo'lsa o'tash turib, u yerni berishingiz kerak deb kelyapmiz. Gap anlatib bo'lamiz. Bu biz yashayotgan davlat bo'lsin, hammalarning o'zimiz yashayotgan davlatlarda o'rtaq bir masala. Şuna xalqqa qo'yish kerak. Ey millat, agar bir insonda ko'r, erkin, bir sharafing bilan yashayman desang, o'zingning tashkilotlarga egichaq, vataningizga chiqamsan, tashkilotlarga egichaq, yeringga egichaq, bayrog'ingga egichaq, shunaqmi? To'g'ri. Bunda nidolarni oldimizga jiq sadosi chiqadi deb o'ylaymiz, chunki vijdoningmi uxlab qolsa yana uyg'onib qaynaydigan zamonlar keldi ekan. Men gapim boshqa uzra ketib qolib qoladi. Ma temadan, yani chunki aylantirib, yani jiq cho'gilab ketamiz. Xaman qassak, necha xaman necha otni charchatadigan xaman chiqadi bundan. Ammo qolgani aql egilarga qo'ysak, nimanki Abdulaziz birodarning savolimi javoblangan bo'ldi. Yana ikki savol borda aqlimdan qochib qoldi, men diqqatim chechilib. Xayr. Qolganlar shu ko'rayotgan ko'rman do'stlar, qarindoshlar, programmaning ostiga yoki bizning sotsial boshqa aloqa vositalarimiz orqali bizga yetkazsanglar, oldimizdagi fursatlarda inshaalloh savollarni javoblashga tirishamiz. Programmamizdagi ovoz yoki bayon fikrlarni kesib o'ylab fitna qilaman demay, qarindoshlar, taqasanglar to'liq taqtinglar. Bir mazmunni to'liq taqtinglar, taqasanglar. O'zinglarning manfaatini qilmay, boshqa do'stlarning manfaatini qilish uchun taqtib qo'yinglar. O'sha to'xtamdoq. O'sha to'xtayli. Kelar qatimqi suhbatimizning o'zinimi islom bir madaniyatmi degan mavzuda to'xtalamiz inshaalloh. Yaxshi, yaxshi. Buni e'lon qilib qo'yaylik. Yana boshqa o'zi to'xtalgan shundaq nimalar bo'lsa to'xtalsa bo'laverdi. Biz oldin olamin deb qo'yapmiz. Xudoyim bo'lsa. Endi mana işte xulosasi o'zimizning ustidagi omonatga o'zimiz sahib chiqaylik. Uning boshqa akagan insonning o'zinimi zot ashuna layoqatli insonni akalayli, uni o'z samimiy holatda ishga sola oladigan, xato to'g'riga o'zi yetaklab, uni ba'zi bir gaplarni qilish orqali yetaklab o'zi millatniki ishini ilgari besishiga biz o'zi millat o'zimiz ega chiqishimiz lozim. Shuning o'zini, ya'ni mana oxirgi natijasi shu. Qilishimiz lozim. Herkesmi o'zi u mening ishim emas demasligimiz lozim. Vatanniki, millatniki ismi chiqqan har qanday tashkilotga aralish vazifamiz bor, majburiyatimiz bor. U yerda u meniki ishim ma'v deydigan hech qanaqa odam haqqi yo'q. O'rtaq vatan, o'rtaq millat. Bu da'voning o'zida hammamiz o'rtaq. Shuning uchun biz buningga so'zlash haqqimiz bor. Har xil o'z fikrlarni berish haqqimiz bor yani. Shuning uchun qarindoshlar to'g'ri tushunishni umid qilamiz. Ismi chiqib ketgan bir qism qarindoshlar xafa bo'lganlar xafa bo'lmasin. Biz samimiylik yo'l davatimiz o'zimizni qo'ldan keldigan ishni qilaydi bu yerda. Men bayatına kaçırdım yoki kim qolganda tur degan ikki savolni topdim. So'raymi yoki so'randiq? Munosabatli bo'lsa so'rasizlar. Munosabatli. Bu aloqa diniy sohaning salohiyat egalari boshqa sohaga salohiyat bo'la olamdi yoki hamma ishning salohiyat egasi hisoblana olamdi degan bir shakldagi savol bordi. Yo'q, u o'sha hozirgi degan so'zning o'zi Qur'ondagi shu degan bir kelima va'atul nimalqi amonat ila ahliha degan shu kelimaning o'zi shu jumla to'liq kifoya qildi. Ya'ni dinni bilgan odam diniy sohada so'zlash kerak. O dinni o'qib qo'ydi, Qur'onni o'qishni o'rganib qo'ydi, lekin butun dunyolik narsani bilib oldim deb hamma narsaga chetga erishning o'zi u butunlay o'zi xato narsa. Uning uchun men burun deb suhbat deb ko'ryapmiz mana. Diniy sohadagi insonlar siyosiy sohaga tushish kerak. Uch bizniki deydiganimiz. Sen siyosetni bilmagan narsanga siyosatni tushsan. Siyosatni bilgan odamni qilsin,
Sen dini saat işini kıl. Bu mu az iş emas? Dini saat işi mi az iş emas? Muş işinin özünü to'g'ri qila olsa, o yetidi şu adamga. Hamma ishning o'zini askardagi qilsa general man deydigan, siyosatga bo'lsa George Bush ish qilib dunyoda hamma narsaniki beshiq kelib olgan bundaq ishlardan biz o'zimizni tortishimiz lozim. Biz o'zimizni qo'ldan nima ish keldi, nima kasbni o'qidik, shu sohada xizmat qilishni biz o'zimiz odat qilishimiz lozim biz. Tarixni so'zlab ketayotgan askarligi bo'lsa, generalligi bo'lsa, ish qilib dunyoda bilmaydigan ish yo'q. Bundaq insonlar bo'lib qoldi, bu mollalar hozirgi vaqtda. Bu çapanını yiyişip ötüş gerek. Yani özünün sahasını bilişin gerek. Tayyip Erdoğan'ın bir gibi var, haddini bil deydigan. Her bir insan özünün haddini biliş gerek. Yani özündeki bilim dairesini biliş gerek ve şu sahada hizmet kılışını biliş gerek. Yani. Ya şu vaxtda özümüzü bilgen işimizni kılsak, bu işin doğru kıla alayımız. Misalda netice kazana alayımız. Yani boşuna özüne yani kılsak buldu. Yani demek Müşeride şu meselede yani kichikgina bir nima qo'shib qo'yay deyman ta'siratimni. Aslida nurg'un qarindoshlarda umuman ko'rilayotgan o'rtaq xatolikning ro'shan alomatlaridan yana birisi nima desa, o'zining yashayotgan sharoitiga qarab turib biznasida fatvadan bizni o'tirib olib chiqib, qarashdan bizni o'tirib olib chiqib, buni umumlashtirishdi ekan. Masalan, burun başka bir yerlerde yaşayan, molluluk kılgan, siyasetten sistem konulmayan insanlar makan almıştırıp kilip lan, din uçada, din siyasetle arlaşmaydı. Bizden yolumuz manda diyen yolunu tutadigan, siyasetle kaçadigan insanlar bir makan almış kilip manda karab baksa tövbenin bir şey siyaset olan eken, şu siyaset arlaşmışsa o tövbe çıkan olmayan eken, aşağı çıkış için şöyle çıkıp lan bir domalap lan siyasetlen din degan bizga. Din demek siyaset degan gapdir. Deyishdimmi, hiyikmi demasmi? Şu mushundaq eg'ir xatolik var bizde. O Qur'onning o'zida hech qanday bir dinni siyosatga aralashtirmaslik haqida maxsus buyruq var Alloh taolaning buyrug'i. Nima uchun bu buyruq amal qilmaydi bu insonlar misol? Payg'ambar alayhisalom siyosat qilgan vaqtning o'zida hech bir dinning o'zini sen Hristiyan ekansan, Yahudi ekansan, mushrik ekansan, musulmon ekansan demak, hammasi o'rtaq bir o'zi muomala qilganlik haqidagi bu bayonotning o'zini shu vaqtdagi ish harakatni ko'mamdi odamlar misol. Demak bu davlat deganni din bilan emas, aql, mantiq bilan, ilm bilan boshqarilgan narsa bu. Şu yerde bir sual burunmu neçe qatim kelib aqlimdan qochdi. Peygamber Aleyhisselam'ın tarixini o'qigan vaqtlarimizda o'ng qo'limga oyni, so'l qo'limga kunni tutqazsam, men davoyimdan voz kechmayman degan bir jumlaga aloqador mazmunlar bor. Yani xohlasang bizni podshoh qildi, savdogar, tijoratchi qildi, yoki eng chiroyli xotinni olib berdi degan shartlarni o'tirib qo'ygan vaqtida aşı javobni berganligi Abu Talibga. Tushunarmi? Bundaqda bu rasmu yoki agar ras bo'lsa, bu chog'da bu da'vo nima da'vo edi? Bu endi Payg'ambar alayhisalom degan bo'lsin, demagan bo'lsin, bu bir to'g'ri bir so'z bu-ku. Payg'ambar alayhisalom degan bo'lsin, degan bo'lishi mumkin degan taqdirdami? Bu bir to'g'ri bir so'z. Ya'ni da'voga ashundaq sodiq bo'lish kerak inson. Biz sadoqatni qo'shishimizga sabab bu shu. Ya'ni her qanday bir inson o'ziniki davosida, o'ziniki ustiga tushgan vazifada ashundaq o'z sadoqatmandlik bildirsa, o işin çoxum Peygamber Aleyhisselam 23 yılının içinde vücudga chiqqan o'xshash o odamni vücudga chiqara oladi degan. Yani sadoqat bu alohida rol o'ynaydigan narsa bu. O salohiyat masalasi bir masala, salohiyat bilan sadoqat ikkisi birlashmagan vaqtida o salohiyat mishini kerak emas, salohiyat pul topadigan kerak bo'lgan bo'ldi vaqtida. Shuning uchun bu yerda sadoqatning o'zi uning bo'lgan vaqtda pul maqsad emas, yüz obro'y maqsad emas, faqat shu muddaoning o'zini amalga oshirish maqsad qilindi. Yani bu vaqtda bu hech qanday narsa uning to'g'ri kelmaydi degan gap. Uning uchun o Payg'ambar alayhisalom bir qo'limga kunni, bir qo'limga oyni bersang, men bu ishdan voz kechmayman deganning o'zi nimani bildirdi desa, u ish qilgan sadoqat, samimiylikni bildirdi degan gap. Undaqda uçad mandakken undaqda.
Olıqı teklif kılınğan narsa devlet padişahı buluş. Misalən də şol özüge rəhbər qilish qoy. Rəhbər qilish eğer Peygamber Aleyhisselam ben rəhbər olsam dep özünün rəhbərlikini asas kıladigan bir məqsədli yolu çıqqan bolsaydı, uşu çağda şunu qabul qilsa bo'lardi. Elbette. Amma u unda emasken o. Ben ona sistemidan bo'lgan ish ekan bu. Sistemni komplet tegishtiradigan talabkinde Doğru. o müşriklarning shu chog'dagi bizga podshoh qilsang, podshoh bo'lishsan, podshoh qildi degandagi taklifi bizning podshohimiz bo'ldi. Eshikimizni biz eshakning beshi bo'ldi degan gapkan. Elbette. U yer Peygamber Aleyhisselam qotqa ishini degan vaqtda Qur'on bor-ku. Yukhrijunahum minaz zulumat ilan nur deb shu bir oyat bor-ku. Bu yerda narsa nima inson oyatga bir top yovvoyi hayvonda bo'lib ketgan ashundoq bir vesini o'zi hatto bolalarni tirik ko'madigan holatga kelib ketgan ashundoq bir maxluqning o'zini bir inson holatga akilish u yerga muddao bu ya'ni. Haqiqiy inson qilish ya'ni Qur'oni Karim ko'rsatgan holatga bir inson holatiga keltirish uchun kurash qilishga o'tirib chiqqan bir odam. Bunda bo'lganda bu inson qilish degani u odatdagi u bir top qo'yniga beshiga padişah qo'shash bo'lib bundoq o'zi saylanib olishni natijasi o'zi bir yuksak darajadagi bir vazifada u. U vazifani tashlab qo'yib, ishni qilish degani bir nomus qilarlik ish mana shu yerga. Uning uchun Payg'ambar alayhisalom da'vat qilgan shu. Sizning butun naslni beramiz deb vaqtda u narsa emas, hatto osmondagi oy va kunni beramiz desangmi, meni bu ishimdan o'zi voz kechtirolmaysan. Bu ish degani osmondagi oy va kundimi yuqori o'rin turadigan narsa degan gap bu. Mushu naqtada bizlarga adamning aqli degan cho'liqi sal o'ziga loyiq ulamni fuqmida ya bola vaqtlarimizdan tortib bizga shu masalalar tushundirganlardan chiqargan yeshim nima edi desa siyosat yoki hokimiyatni asos qilgan bo'lsaydi mushunda qiladi bu faqat dinni asos qilgan degan yeshimni belgilikda bizga shunday shariatni tushunarlikda shariat hozirgi tushunchimizdan qaragan chog'da bu jarayonlar bo'lish ehtimolligi yuqori. Yani shunday ahvollar bo'linganligi va taklif bo'linganligi. Ammo hozir moyat jihatdan farqi Payg'ambar alayhisalom rad qilib turib, yana oxirida kelib shu hokimiyat beshiga chiqqanligi. Bu yerdagi farq nimada desa, mushriklarning taklifi bilan chiqqan bo'lsa, mushriklarningki sistemistik podshoh bo'ladi u. Demak, Payg'ambar alayhisalom rad qilgan narsa bu ekan. Elbette. Hem tushunildi. İkincisi, so'limniki keyingisi siyosiy salohiyat egalarining nupuzi va imtiyozi degan bir masala borda. Masalan, ba'zan salohiyat egalari, masalan bir jamiyatning dernekning boshqini deb bordi bu yerga, ya bir falani masjidning imomman deb borgan birisi, shu imomlik, shu boshqonlik nemisini pesh qilib turib, shu imtiyozni pesh qilib turib, olmoqchi bo'lgan, sotmoqchi bo'lgan, mangmoqchi bo'lgan yo'li bir yasirdan bir narsaga bir imkon chiqarilish, piydi bo'lish hukmi qanday bo'ladi? Sizning gaplarni tozbek yaxshi tushunmay qoldim. Tozi ta'sirrak gap qildimi? Ya'ni mana deydi, normal odamga 50 avroga berma. Sen jamining imomi ekansan, bo'pti 30 avroga beray. Yoki men imom juma, menga bir azroq ber. Masalan, men boshqon, o'tirsanlar boshqana menga biroz yo'l qo'ysang oldi deb, uni mayli o'zining shaxsiy ishiga ishlasin, mayli jamiyat ishiga ishlasin. Farqi bormi? Va ajna qilsa bo'lamdi. Yani bir yerde imtiyozning ishlatilishi degan bir narsa bor shu. Imtiyozni undaq nohaqchilik ishga ishlatishga bo'lmaydi. Misol, undaq narsalarni vosita qilish orqali bir narsani o'z qimmatini to'van yoki undaq nima qilishga u bo'lmaydi. Ammo biz buni bayman nimada amma man ata va taqa va saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra degan mush oyatniki iqtisod toplaydigan odamlarga berilgan Alloh taoloning ta'limoti bu. Bir odam
iqtisod toplamoqchi bo'lsa, u iqtisodni ishiltigan yaxshi o'rinlarni insonlarga deyish orqali o insonlarni qoyil qilgan vaqtda o inson uningga o pul berdi degan gap. Ma oyatning o'zi. Agar uni qoyil qilolmasa, u vaqtda o pulni bermaydi xalqlar degan gapda. Demak, bu yerda narsa nima bildirib desa, sizning tushuntirishingda o pulni elish masalasi degan gap to'g'ri ishga ishilta oladiganligingda xalqniki pulisning o'zini degan ma'noni bildirdi. Ammo bu yerdagi narsa faqat o'zi aldash bilan, ya'ni uning o'zi sen xalqni jiq pul berish uchun mandaq gapni qilsang bo'ldi degan bir nima Qur'oni Karimda bu narsa yo'l qo'yilmaydi. Chunki aldamchilik Qur'oni Karimda eng cho'ng to'silgan narsaning birisi. Shuning uchun bu yerdagi o'zimizning yuz obro'y va kazaning o'zini o'ttirib qo'yish orqali millatni nima deymiz? Yüz kelamaydigan holatga akib turib qilish bu to'g'ri narsa emas. Ammo bu yerdagi projekt deydimi, har davlatda planni aniq ko'rsatib turib biz mana mandaq ishlatmoqchi mana o'zini deb turib elish bu Qur'oni Karim yo'l qo'ygan bir ish. Ama bayatından tushuntirishda o'ttirib qo'ygan men palaniyaning imami pistaniyaning kibjimisi deb turib bir narsani azan olgan chog'da o'zining shu salohiyatini sotgan bo'ldi ekan degan bir tuyg'u kelgandim ben. Albatta. Ben imanımı satmayman, ben musulmonligimni satmayman. Misol aytib, aqidasi tushunishi to'g'ri bo'lgan inson deydigan narsada necha pul satsa normal inson necha pul satsan shuncha pul olaman. Bundan azam bersan yo'q. Ben imomligimni satmayman sana. Diyalishimiz gerekende. To'g'ri. Hayır, yaşashni o'rganib bo'lgancha o'lib ketdi ekan insonlar, o'zim qarab ketayotgan o'xshaymiz. Mishada to'xtaylar, inshaalloh oldimizga sonda tekrar ko'rishamiz. Bo'ldi, Allohga emanet. Ko'p rahmat sabrlarga, himmatlarga, ajrlik bo'lg'aylar, hammaga omon bo'lsingiz. Allohga emanet. Salom. Muhtaram qarindoshlar, Qur'ondan nazar programmamizninki 70. soni shuna qilib bishara yog'lashdi. Mazmun e'tibori, ya'ni ta'siri doirasi bilan kengri. Biz faqat undan shu bir kichik to'nlikdan qaragandek bir shaklda mulohaza qilib bordik. Albatta o'zimiz yoki real hayot yashagan duch kelgan masalalarimizni o'ttirib qo'yish orqali uning yechimini izlash jarayonlarida bu kam qolgan mazmunlarning jiqini to'liqlash imkoniyatimiz bo'ladi. Bugun o'ttirib qo'ygan fikr tushunchalar asosida yechimlarga yaqinlashganda yoki chuqurlig'ini bo'ladi qarindoshlar. Masala qat'iy anglashda. Hamda kunimizga qadar 70 son e'lon qilingan bo'lsa-mu anglab boqmay, yoki kichikina anglablam tashlab ketayotgan qarindoshlarning samiga shuni tavsiya qilay. Aziz qarindoshlar, şoför ulab mashina haydab ketayotgan inson agar oldidagi aynak qarab turgan vaqtida yo'lni ko'rolmaydi. Bu aynak shaltoq, maynak bo'lgan taqdirdami, u aynak to'silib ketgan boshqa aynak yo'q yerdan yanada yaxshi, chunki dunyoni ko'rgani bo'ldi. Oldimizdagi yo'lni ko'rgani bo'ldi. Undaqda biz ko'rsatayotgan, ya'ni biz nishon qilib ifodalayotgan, ko'rsatayotgan fikrlarimizni o'tirib qo'yayotgan narsaning nima ekanligiga qarab boqinglar deb kelyapmiz biz. Biz boshdan oyoq deyotgan narsa Qur'on deyapmiz. Sizlar bizningki agar egizpes iskatimizga, gap so'zlarimizdan egizpes chiqib qolishiga sulkat salohiyatimizningki sizlar aymindigan siyohdagi insonlar ishidan bo'lmaganligimizga qaramay qarindoshlar, nima deb, nimaga ishorat qilayotganligimizga nazar solishni o'rgansanglar, inshaalloh bu taqdim qilingan programmalardan nurg'un manfaatlarni olasizlar. Har programmada nurg'un yangiliklar o'tirib qo'yiladi. Masala qatiq qilib tushunib olsanglar, topalaysizlar. Xayr, İmanның dastlabki shartlaridan aql baliq bo'lish deyiladi. Aql baliqni hozir qadar jiq anglab keldik. Aql demakdir. Aqli bo'lgan inson deb.
Ama iman kirib bo'lgandan aql bu shariat aqlning dini emas, naqlning dini degan fikrlar oldida ma'qul deb mingiverish endi bizga yarashmaydi. Aroq ichgan vaqtingizda nima da'vat qilinganini bilgan qadar namozga yaqinlashmanglar degan oyatga bir qarab boqinglar. Okey. Aroq ichmagan holatinglarda nima da'vat qilinganini bilamsizlar? O'qiyotgan namozinglarda nima da'vat qilinganini bilamsizlar? Agar bilmasangiz namozga yaqinlashmanglar Allohning amri. Aman bo'linglar. Kelar qatorda sonda ko'rishlar. Darslarimizga e'tibor berib qo'yinglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.